kalbimiz, fida bulsun cenimiz. Kan keçip hem can verip, ahır bulduk azatlık. Kalbimizde var bulgaçka, itikat imanımız. Atılanın canları, düşmedi tarih bitti. Nesli kaldı kendi var, biz onun evladımız. Çünkü can hem aktı kan, oldu yağdın el aman. Yaşasın, müm yaşasın, güzel istikbalimiz. Yaşasın, müm yaşasın, güzel istikbalimiz. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat Munbirga hoş geldinglar. O'tgan qatim men Mavlon akamiz va Abdurimjon qarindoshimiz bir muhim tema ustida suhbat qilgandik, ya'ni yaqin tariximizdagi o'tkazgan xatoliklarimiz va bu xatoliklar hozirmi mavjudmi degandek bir temada. Undan keyin nihoyatda qizg'in inkoslar keldi qarindoshlarimizdan. Ko'pinchisining degan gapi shu bo'ldiki, muhim bir gapni eshitibsizlar, ammo bu gapning oxiri chiqmadi. Ya'ni tarixdagi o'tkazgan ba'zi xatoliklarimiz haqiqatan hozirmi mavjud bo'lyotidi, takrorlanyotidi. Ammo buni so'zlash bilan birga hammadan muhim bo'lgani biz hozir nima qilishimiz kerak, ya'ni nima qila olamiz degan temada o'zinglarning ko'z qarshisiga o'tirg'a qo'yib, bu temani chiroyli oxirlashtirgan bo'lsanglar tag'in yaxshi bo'ladi degan inkos kelgandan keyin bugun yana bu ishga qarindoshimizni ekronga taklif qildim. Bugun bu temaga o'tishdan burun oldi bilan hammamiz jiddiy ko'ngil bo'layotgan shu Xitoy virusiniki har qaysi davlatlardagi ahvoli to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz qarindoshlar. Buningda oldi bilan yangi update qilgan bir uchurni bir ko'raylik. Buningda hozirgi ahvoli dunyo bo'yicha bu koronavirusi, ya'ni Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning soni 2.300.000 ga yaqinlashibdi hozir. O'lganlarning soni 157.670 odamga hozir. Buningda cho'ng davlatlardan qarab baqsaq, Amerikada yuqumlanganning soni hozir 716.000 dan oshib ketibdi. O'lganlarning soni 37.000 dan oshibdi. Bu Amerika tarixida bir normal hodisa emas, bu qadarcha odamning o'lishi. Onundan boshqa bizning Turkiyaga qarasak, Turkiyadagi sonmi shiddat bilan eshiyotidu. Hozir bu son 82.000 dan oshib ketibdi yuqumlanganlarning soni. O'lganlarning soni Turkiyadagi qarindoshlarimiz ishidimi 1890 ga yetibdi. Bu ahvol endi hakikaten odamni qattiq andishaga soldi va qattiq ichindirdi qarindoshlar. Bugun bu qarindoshlarimiz bilan salomlashishdan burun hammalarga tavsiyamiz shu, hammalar bak diqqat qilaylik. Chunki bu virus hakikaten bu tabiiy tug'ilgan virus emasga. Tunugunki xabarda qarasak qarindoshlar, Fransiyaning shu tibobatda Nobel mukofotiga erishgan bir mutaxassisi, bir olimi bu virusniki laboratoriyada yasab chiqilgan virus ekanligini, uning bir biokimiyalik qurol ekanligini isbotladi qarindoshlar. Bu odatdagi birisining og'zidan deyilgan gap emas. Bu Fransiyaniki bir Nobel mukofoti olgan bir mutaxassisning gapi. Shunga hammamiz alayda ehtiyot qilaylik.
Ondan keyin ma'u qarindoshlarimizni ekranga taklif qilamiz. Assalomu alaykum Mavlon aka, assalomu alaykum Abdurimjon. Salomat yaxshi turdinglarmi? Boya deb o'tganimdek bu Xitoy virusi hozir bir baloy ofat bo'ldi. Mavlon akamiz Amerikada yashaydi, Abdurimjon qarindoshimiz Germaniyada. Dastlab bu Germaniyadagi sonlar masalan Amerikadagidan ko'p yuqordi. Yevropada Italiya, Ispaniya, Germaniya, Fransiya shu davlatlarda son yuqordi. 10 mingdan yuqori bo'lganda allakalla degan to'q. Hozir mana bugun ko'rdikki Amerikadagi son 700 mingdan oshib ketibdi. O'lganlarning soni 40 mingga yaqinlashyapti. Bu Amerikada ahvol qandaroq? Mavlon aka, sizlar salomat, yaxshi turgansizlar? Sizlarning dakka-dukkizlik qachon? Bizmi dakka-dukkida mana biz maslanga idoradan uyda ishlayotganimizga bir oy bo'ldi. İdora binoni taqoplab uyda ishlanglar deb uyga aytibdi, uyda ishlayotimiz. Bu virus hammamizning turmushini o'ngtay-to'ngtay qilyapti. Ya kechlikka uyqu emas, ya kunduzgi uyqu emas. Qaysi shanba, qaysi dushanbani uqolmaydigan bo'lib qoldik. O'yladan taloq chiqmaymiz. Engiq bo'lsa, bizning shahar boshlig'i, Los Angelesning shahar boshlig'i 5-oyning 15-gacha uydan chiqmanglar deb buyruq tushadi. Yani bir oy uyda turmiz. Endi bu Xitoy to'rlaridami abaysan so'zlab o'tkapding. Xitoy to'rlaridami buni oshkorladi. Buni Xitoy hukumati burunqi SARS virus bilan AIDS virus ikkisini birlashtirib ishlagan virusga bu. Bu Xitoy to'rlarida Xitoylar o'zlariga oshkordan taloq chiqmaydi. Xitoylar hozir Xitoyning ishchi qarsang bir tantaniga to'shdi. Bu Xitoylar biz Yevropa va Amerikani mag'lub qilgan narsani oxir topdik degan narsa keldi. Endi bu Xitoylar Go'bungining deyishi 100 million, amaliyot nurg'un Xitoylar 500 million odamni qurbon berishga bular tayyor. Endi bu Xitoyningki bu ikki aloyidligi boshqa davlatlarda yo'q. Birinchi, bularning boshliqlari biz 500 ming odamni qurbon beramiz deb qaror chiqara oladi. Mavdudun degango urush bo'lsa yaxshi, bizning eng yaxshi yerim odamimiz o'lib ketsin, hech bo'lmagan 3dan biri o'lsin degan. Chunki ikkinchisi yana Xitoylarning bir aloyidligi bu xalq aşı hukumatning oshunda qarorini qabul qiladi. Bu Xitoylardagi. Masalan, bir Xitoyning oilasida 4 odam o'lgan bo'lsa, voy biz Amerikaning hozir shunda jazosini berdik desa, yiliq 4 odamni unutib qilib bu tantanlik chiqib ketgan mamlaq bir millat. Endi bu shu urushda agar Amerika va Yevropa birlashib, ya Xitoyni vayron qiladi. Men vayron qilishga ishonaman. Hozir Amerikada g'azab noyjuqur. Bo'lmasa o'zi vayron bo'lib ketadi. Meni hozirgi bo'lgan bu virus urushiga bo'lgan ko'z qarshi mushinchiq bo'lib qoldi. Hozir qarshi kuni o Prezident Trump'dan birisi so'rdi naq maydonda. Mushu virusniki laboratoriyadan chiqqanligi, uning suni yasab chiqilganligi to'g'riliq har tarafdan uchurlar kelyotdi. Sizning ko'z qarshingiz qanday deganda, beshini linish deb shu gaplar chiqqanda laboratoriyadan chiqibdi deganda beshini linish deb uni tasdiqlagandek nim qildi-ya, ammo hozirgi buni qoldirib ketmayli. Buniki nimisini javobini berimiz, biz qattiq tekshiryapmiz buni dedi. Shu gapidan qarashimda virusning bu Amerika agar buni aniqlab qolsa, masalan, bu biologik ximiyalik qurol degan gapda qurol ishlatib dunyoda qadamni o'tiryapti degan gap bo'ladi. O chaqda bu urushning o'zi rasmiy urush degan gapda bu bioximiyalik qurol bilan shu qadar ko'p odamni o'tadi degan gap dunyoda. Amerika qarab turmaydi mencha. Ya qarab turmaydi. Bu hozir Amerika xalqining ideyasida bu 3-chi dunyo urushi deb hisoblaydi buni xalqlar. Xalqlar Xitoyning pullarini to'ngiltish har xil, lekin hozir Amerikaning birinchi masalasi bu odamlarni qutuldirish. İşte hozir Amerika oldikayni tip oldi, hamma yerga asboblarni opadi, doktorlarni ochdi, sestralarni xili yetakladi. Bu ishninki oldiga tushib oldi Amerika. Mush o'tganda Amerika xalqida shunda bir g'azab bayliq, Amerikalik degan noit osti uyg'undi. Uyg'ongandan keyin g'azab o ishning oxiriga chiqdi. Masalan, Pearl Harbor Yaponlarning hujumi, Bin Ladenning ishlari bu uyg'ongandan keyin bu xalq oxiriga buni chiqdi. Bu jazoni cho'qim berdi. Bu xalqda hozir shunchalik bir yillik aldanganlik, bir nafrat Amerika xalqida shuncha Xitoy qarshi zo'r kuch bu nafrat noit cho'ng.
Al bu bir kelgün muştaq kelyapkan. Men işlemen bu ötkendiken Amerika bunu Xitaydan hesabını alıdı. Amerikanın nurg'unlari Xitayning barliq mishalik pullarini to'ngiltimiz degan paranglar hozir kongresslarda, senatlarda boshlanyapti. İnşallah. Bu çünkü Amerika'nın bazı amaldorlari bunu Pearl Harbor bilan shu 9/11 yani Marjan Orali'deki Yaponya'daki hücumu, tuyuqsiz hücumu bilan o 11 sentyabrda ikki binoning cho'kish shu voqealariga selishtiruv so'zlayotdi. Ya'ni bu urush deb qabul qilgan xalqi buning oqibati inshaalloh shu Nijis Xitoy Kommunist Partiyasiniki Xitoylarning vayron bo'lishiga oxirlashqusi. Sizlarda shu Abdurahimjon qarindoshim, sizlarda qandayroq ahvol hozir? Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Va alaykum assalom. Bizniki bu Germaniyaniki sharoitida biroz chekindi hozir virusniki kundalik nisbati tuvalladi, yerimga tushdi desak bo'ladi. Şu 4 ayninki başlarında, 3. ayının ahırlarında yaman ötlep ketken künlüğü 7 mingga çıkan yani özünü tizimlatqanlar, juqumluk tizimlatqanlar. Tizimlatqanlar unda qanchalik o yaman jiq gap. Şu hozirgi nisbatli aytgan chaqda endi 20 ming odam o'zini tashvishsa, şunun ichidan 7 ming odam kasal bo'lib isbotlangan bo'lsa, mush ish katta oladi. Hozir endi shu nisbatni 2,5 mingga tushdi degan taxmin bor. Gün ölüşkün bir jig'nachib umumiy o'zdik. Biz qachongacha davomlashtirmaymiz uyda karantin qilgan ishni. Cheklash butun cheklimini qachongacha davomlashtirmaymiz deb kun ölüşkün uzakda jig'nachib onun xulosini chiqadi. Bir qism o'lkalarning o'zida shu 4. ayındaki 27. günden başlap etiliş, mekteplerin etiliş, bazı bir soğudu urulları etiliş diyendek karar çıkaradı. Bazı rayonlar 5. ayındaki 4'den başlap yol kıyımız aldı ama okşaşamaz. Sıkıda bula hazır hatırcan bu bağında kıldı o Germaniya hükümeti. Öldüğallah ölüp, kesel bulduğallah kesel bulup, kandalı bulmuşsun biz yokur belli çıkıp kaytıp şu vatimiz aldı. Xatarlik emas deb bu yo'lga tushirdi. Ama bular yomon jiq chiqim tortma Germaniya. Şu 4. ayının 3. ayınınki 16. günden 4. ayının 19. günügacha bir qaralal iqtisod qilib shunga 1 trilyon 200 milyard euro chiqim qilib tikadi davlatdan. Onun qo'shimchalik nurg'un shirkatlarning chiqimlari ayrı ham yamanchiq chiqim. Naqd pulga ziyon bo'lib ketdi deb yomon ansirab hozir endi biz hozir kasallik nisbati tuvallab 3ta bir qism qisqirgan bo'lgan ekan biz endi buni yengib chiqdik. Shuning uchun echilamiz deb bu yana bir qaror avval shuncha Hem Germaniyamiz bilimiz ama o eksport çoğun devleti hem de bu dünyadaki iqtisod to'xtab qolgandaki Germaniyaga nurg'un chiqim bo'ldi. Hem de chiqimdan boshqa hozir nurg'un odam o'ldi Germaniyadami. Bu germanlarmi qaysi kuni qarsam mana Bild degan eng cho'ng nimaniki jurnalniki bir Xitoy hukumatini ayblab kommunistlarni tillabdiki Xitoyniki bosh konsuli bunga aralashib u yerda Germaniyadami yani Xitoy kommunistlarga bir norozilik sababidan German xalqi bilan shu Xitoy kommunistlari Xitoy hukumati orasida bir jidallar bo'lyotdi. Inshaalloh shu o'rtaq norozilik dunyodagi bu ish kofirniki bishniydigan kunlarni yaqinlashtiruvchi. Xo'sh, bu temada qisqa to'xtalib o'tdik, chunki hammamiz ko'ngil bo'layotgan bir tema bo'lg'achqa. Endi asl temaga kelsak, qarindoshlar, o'tgan qatimqi suhbatimizda nihoyatda va chiroyli misollar bilan tarixdagi bizning yaqin tariximizda o'tkazgan xatoliklarimizni so'zlab kelib, bu xatoliklarning hozirmi takrorlanayotganligi to'g'risida ozroq to'xtaldik. Asli tuni o'tgan qatimqi programma o qizig'ida yana 5 soat davom qilishi mumkin-di, ammo vaqt bek uzrab ketdi. Shuning uchun to'xtatishga majbur bo'ldik. Shunglashqami, ko'pchilar orasida nurg'un fikrlar keldi.
Şunun axırını chiqarib o'tgan bo'lsanglar, bu tarixni so'zlash bir aynak bo'lsa, tarix bizga ammo eng muhim bo'layotgani hozir biz nima qila olamiz, ham biz nima qilishimiz kerak degan temada shu ikki qarindishimiz bizga yetishmagan bo'lsa shu filmni dedi. Shunga sizlarni qayta taklif qildim bugun ekronga. Qanday Mavlon akamdan boshlaydi? Rahmat. Nima haqiqatan Uyg'urlar nima ish qilish kerak? Konkret nima ish qilish kerak degan bu savol hammamizning oldida devaylab turib bordi. Lekin bunga javob yo'q. Bu to'g'riliq nurg'un nutqlar so'zladi, intervyular bo'ldi, yozmalarni yozdi, men nurg'un yozmalarni yozdim. Lekin ta hozirgacha bu savolga konkret nima ish qilish kerak degan bir mukammal javob yo'q. Chunki bunga javob yo'q. Bizda hech qanday mukammal bir javob yo'q. Bu asla bunga javob berish menga o'xshash bir puhraning vazifasi emas, har liderlarning vazifasi, tashkilotlarning. Bu lider deganda inglizcha gap bu. Lider degan gapning ma'nosi bir partiya yoki bir guruhga yetakliguvchi va qo'mondonlik qilguvchi degan, yo'l ko'rsatuvchi degan gap. Yani shularning vazifasi endi bizga puhralarga kelgandiki oldimiz kelgandikmi bizmi endi shu so'z o'zimizning konkret nima ish qila olamiz, 1 2 3 degan masalaga javob beraylik deb javob berib baqaydi. Qay vaqtlarda Amerikada bir biologiyadagi bir masalani olimlar 30 yil tadqiq qilib, bir xil molekula yasashni tadqiq qilolmay axiri Mush balla qo'yib bergan xalqqa mushuni qanday qildi desa, butun yosh balla har xil qilib 24 soatning ichida ilqini hal qilib yetdi. Xalqning kuchi shunchalik kuchganda 24 soatda molekulani hal qilib 30 yil butun olimlar qilolmaganni yosh balla hal qilib yetdi kompyuterda molekula qilib. Masalan, bu to'g'riliq masalan, meyada so'zlayapmiz, to'g'rimi? Hammamizning bir masalani tafakkur yurgizishda, analiz qilishda hammamizning o'z oldiga bir madaniyatimiz bo'ldi. O'zimiz shu madaniyat cho'ng bo'lgan. Abdurinjon o'zi bir xil madaniyatda tarix o'tdi. Shu orqali uning bir shaxs madaniyatni va shaxsiy madaniyat va shu orqali tadqiq qildi. Men bir umrimda shu tadqiq qilgan narsa matematika, shu matematika mening madaniyatim. Men bir narsani shu orqali analiz qilaman. Endi matematiklar nurg'un bir masalani biz parchalab so'zlaymiz-da. Mening kallam kirvog'ini Uyg'urlar zat konkret 1 2 3 deb nima ish qila olamiz hozir dunyoda deganda nurg'ay ishlarni qilishga oson, g'ay ishlarni qilmoqqa tez. Endi biz puhralar shu bir xalqlarga mush gaplandaymizga, mush har tashkilotlarning yetakchilarining quliqiga berib qola degan bir umidda. Birinchi mening o'ylaganim biz Amerika, Yevropa bu yerlarda biz qurolli qo'zg'olon qilmaymiz. Bu qurolli qo'zg'olon Sharqiy Turkistonda bo'ladi. Bizning qiladigan narsamiz, masalan, Sharqiy Turkistonda qo'zg'olon bo'lib qolsa, yo shu qo'zg'olon bo'lishda biz bir turki kuch bo'lamiz, shunga sababchi bo'lamiz. Qo'zg'olon bo'lib qolsa, shularga qurol yaraq yoritish, iqtisod tarbiyalash, odam tarbiyalash, mushu ishlar bizningki vazifamizga. Sirtkilar, urush ayat bu. Bunu qilish uchun hozir dunyoda Uyg'urlarning qildig'ini keng doirada dunyo xarakterlik bir Uyg'ur fondi jamiyat qurish kerak. Bir fondi jamiyat qurilganda xuddi bojagandek har bir biz hamma davlat boshlaymiz, Yevropani to'laysizlar, bosh to'lgandek masalan butun puhralarni tarbiyalab, hech bo'lmaganda har oila, har odam bir oyga $1 berdigan. Bir bosh mushunda sistemni qurish kerak. Hozir dunyoda nurg'un fondi jamiyatlar bor. Amerikada nechisi bor. Masalan, men uchimiz qurganmi bizning bu yerda Uyg'ur Muarif fondi jamiyati bor. Uyg'ur ozodlik fondi jamiyati, dunyolar fondi jamiyatlar jiqqa. Lekin bu jamiyatlarning Uyg'urlarning ichida krediti yo'q. Bunda Amerikada masalan APEC degan yahudlarning bir fondi jamiyati bor. Bu jamiyat hech qanday tashkilotlar bilan munosabati yo'q, lekin putini pulni mishaga yig'adi. Amerikaning prezidentlar bo'lganda mushlarning oldiga boradi. Mushlar nurg'un vaqtida kim bo'ladi bo'lmaydi belgilab yetadi. Uyg'urlarning shu Sharq Turkiston ishi har qanday ish qilishga bir cho'ng fondi jamiyat kerak. Mushu fondi jamiyatni qura olamdi, qura olmamdi. Biz bu bizningki liderlarimizning
iqtidoriga, mahoratiga, salohiyatiga, nafsiga va vijdoniga bog'liq. Bular biz masalanga men berib bir shatga quranmayman. Optinjami o'z oldiga chiqib bir fundini quranmaydi, qursaqmi hech kimning kori bo'lmaydi. Buni mushu dunyodagi tashkilotlar qilib, meningcha birinchi qildigan ishi mushu fond jamiyatni quradi. Agar mushu nima qilish uchun mushu bu pul bo'lgandan keyin nurg'un ishlar mangdi. Mening deydiganim birinchi konkret ish fondichi dunyo xarakterli, mayli o'z oldiga necha odam emas, tashkilotlar birlashgan umumyuzlik bir fond jamiyat qurish. İkinci iş, maya qarak şey to'xtatdi, ha? Konkretroq ishdan boshlar. İkincisi biz Xitoylarning iqtisodiga nihoyat qattiq zarba bera olamizki. Buningga bir tim pul chiqamay. Bir o'yinda tamoq etib turibmi bir ayol zarba bera olayotganda, masalan, Xitoylarning iqtisodiga zarba berish, men deb qo'yaman, masalan, Xitoyninki 1000 odamni o'ltirganda Xitoyga bir $1 million zarba bersa Xitoyning jinni oladi. Xitoy hozirgi jamiyatda masalan, biz dunyoda hozir dunyoga nihoyat Xitoylarga bo'lgan nafratni kuchaytira olamizki, u orqali Xitoyning iqtisodiga yordam qila olamiz. Masalan, mening Facebookim kirsanglar bo'ldi, Xitoylar mushu masalan, hayvonlarni qiynab, yeb o'layotgan videolar Xitoylar o'zi shunda chiqadi. Xitoychida. Uyg'ur tashkilotlar yig'ilishib, shu videolarni yig'ib bir rasmiy video qilib ishlab, har xil tilda dunyoga taqtish kerak. Masalan, Yevropalar sen palanca odam o'lib tursa, hech kimning kori yo'q. Lekin palanca odam bir hayvonga bunday qilib tursa, xalqning g'azabi shunchalik ko'tarildi. Orqali Xitoylarningki abdishni dunyoga nim seskandirmiz, undan keyin Xitoylarning bu iqtisodiga bo'lgan nihoyat qattiq ta'sir beramiz. Yana biri Xitoylarning mollarining yolg'on ekanligini biz masalan har qanday bir moldan Xitoyning bir chataq topqani bo'ladi. Mal masalan Xitoyninki ishni keysang, erlar tug'mas bo'lib qoldi ekan. Ayollar liptikini taqsa ko'ksi raxuq qoldi ekan. Mushuning o'xshash har jihatlardan bo'lgan tashviqotlarni kuchaytirsak, Xitoylarning mollariga dunyoga bo'lgan zarbasi nihoyat kuchli bo'ladi. Masalan, bir misol so'rab beray. Burun Amerikaliklar Angliyaga choyga ozroq sut quyib ichadi. Bular Amerikalarning madaniyati choyga sut quyib ichish. Lekin keyin mushu 15 yil burun Gollandiyada bir bala, bir kichik bir yezki bala 5-10 odamlarni tadqiq qiliblar. Voy, bu choyga sut qo'ysa, bu choyning odamga yuragiga nihoyat foydaliga, lekin sut qo'ysa, shu sut naq yurak foyda qiladigan narsaga foyda qiladigan moddani o'ldiradi deb kichik o'zining Facebook'iga yozib qo'ysa, bu butun dunyoga tarqab ketib, hozir bir yillik balani hozir Amerikaliklar choyga sut qo'ymaydigan bo'lib ketdi. Oldingisida Hillary Clinton Obama bilan qilayotganda, Hillary Clintonning o'zlarining bir avtobus oldi mangdigan. Shu avtobusda bir mo'may, bir cho'ng ayol, bunda bir qaysi marajun yaptığa rasmini chiqarib qo'ysa, birisi tatib Facebook'da Hillary Clinton manga qatnashgan odamlarga marajun beraman debdi deb o'zining Facebook'ga chiqib qo'ysa, u Amerikada shunda cho'ng ish bo'lib, keyin Hillary Clinton o'zim yurmay mag'lub bo'lishiga sababchi bo'lib ketdi. Uchun bunda mushu ikki ish bilan biz Xitoylarga intayin zo'r darajada iqtisodiy Uyg'urlar Xitoylar Aryan Bachenjin deydi, ishlar kuch bilan bir patman narsani ko'tarib elitishda Xitoylarning iqtisodiga har yili million emas 100 milyard ziyonkashlikni yetkazadi Uyg'urlar. Ajalliklar beradi. Ikkinchi, meni huquqqa hozirgi dunyo urushi degan cyber urush. Cyber urushni Uyg'ur gap bo'lmashinda. Cyber uchur urushi deymiz-ku odatda. Uchur urushi deysak bo'lamdi, hozir shunda deb qo'yaylik. Endi bu dunyoda cyber to'g'riliq men ayrim bir leksiya beray bo'pti. Cyber urushda hozirgi dunyo urushi mushu eng yomon. Masalan, men qanchalik bu cyber urushningki, buni Uyg'urlar qila oladi. Masalan, oldin qatim Clintonninki nimasiga Rossiya hujum qilish orqali Hillary Clintonni prezidentlikdan qoldirib qo'ydi. Qanday qildi deysanglar,
O endi her idarenin, senin idarenin bir ilak database, mesulat ne deyimiz ilak database ne Uygurca. Üzerine Sansfer ambri deyimiz adette. Database'de database bul. Sen şu database'e kiriş için şu idareninki azası bulsan, sen şu azası bolgandan keyin endi şu database'e kirsin. Hepsini ulaşmış için imkaniyet var aşağının database'e kirisi buludu. Database'e kiriş arkalık aşıların içindeki uçurunu tatip çıkını buludu. Hillary Clinton'un bir üyede ile kompüterini işletken bir sebepten aşılar şunundan Hillary Clinton'un Demokratik Partiyasının database'e girip uçurlarını hemen uğulap çıkan. Mesela bu muş arkalık biz cyber uruş arkalık mesela Xitaylarning hozir bütün narsa kompüter orqali mavjud. Mesela Xitaylarning bir cho'ng ximiya zavodi edi. Bu ximiya zavod shu butunlay kompüter orqali mavjud. Sen agar kompüter database orqali shu uchur tor orqali ashlarning nimasi kirib ketalsan, shularning bütün uchurini vayron qilib o'tsa, iqtisodga cho'ng zarba beraraysan. İqtisodni ushatgan, masalan, Sharq Turkistondagi nurg'un Xitoylarning qilayotgan qirg'inchilik hujjatlarimi ashadga kompüter database'lar. Bu Xitoylarning yuqoridan tushagan hujjatlari noyalargacha bor. Agar biz database'da ashning orqali hujum qila olsak, ashni qila olamiz. Buni qilmoq oson. Buningga faqat 4-5 kompüterda yaxshi bolalarni bosh berib, ularni kompüterning oldida har kuni kompüter 24 soat shu Xitoyning izlanmoqchi bunimga nima tirish to'g'ri keldi. Ashning kayni tushish to'g'ri keldi. Ashni tushganda shu vaqtda kirib ketib, 4-5 odam masalan nima Ruslar Hillary'ning Demokratik Partiyaning database'e kirdi degan so'z bütün Rus askarlari kirmaydi. Ashar ya 2-3 odam. Shu ashlarning kompyuteri mushu Amerikadagi Demokratik Partiyasining kompyuteriga markazlashgan. Masalan, İranning atom bombalik naslini Avstraliya vayron qilib o'tgan. Uning vayron qilishi Avstraliya shu İranning database'iga qarab turdi. Eng oxiri aşı yarım yılda qaragandan keyin axiri u İranninki aşının içindeki birisi aşının kompüterinin içi aşı şirketli kompüterda torga kirir. Torga kirgan sen dunyoga echilib ketsa. Masalan, shu torga kirgandan foydalanib, Avstraliya bir virusni kirgizib, bütün bularni qilayotgan odamni vayron qilib ketdi. Shuning yoqi İran'ın atom bombaga 10-15 yıl oldu mu? Şunun yakı İran atom bomba yasaş nimisine zat asli eklenmedi. Şunun için 5-6 Uygur'unu dünyadakiler mesela pul verip kompüter arkalık Xitay bilen uçur vuruşunu kesi oldu. Bu uçur vuruşu az küçük milletler çoğu milletine okşaş çıkıp koydu. Fakat Türkler yaxşılar adam bulalsa, kılalaydığı adam bulsa kompüter maaşı mesela Türkiye'de bir Uygur'a $3000 maaş verse onu yaxşı kompüter adamına hizmet tapalaydı. $3000. Mesela Amerika'da kılanmaydı. Amerika'da bir kompüter azasını alımen deysen her ayda hiç bulmadan onun $10,000 maaş versen buldu. Bumuz işleyemiyor. Türkiye'de $3000 bir adamın hizmeti ağını bulduk ben tekşürüp baktım. 5 adamni Uygurlar her ayda 20,000 aşağı Uygurlar dünya çıkıra alsa 5 adamni Xitay arkalı küçük uruş kılalı deyse 5 adamın küçü 1,5 milyardın küçü bile okşaş bu torda. Hiç kanda paraklanmaydı. Bir 3-4 kompüterler getirdi. Xitaylar 3-4 kompüter, Uygurlar 3-4 kompüter. Şu kompüter bile ilişkilen gel bu balla bir 3-4 ay 20 yıl Xitayların tor kirişlerden ülgünüdü. Xitaylar burun Türkiye'de bir ihtiyar muhbir deydiğen bir balı buldugan. 15. Şu daim Xitay to'g'ri kirib, mana men hijack qildim deb chiqadi. O'sha Xitoylarning gaz shirkatlarini bir kun 2 kun itib qo'yadi shu. Turkiya turib shu vaqtda professional Uyghur hijacked my company professional my shirkatni hijack qildi dedi. Yiliq shirkatlar o'ngishig'icha shu 24 saat 30 saat vaqt ketadi yiliqni o'ngishig'icha. Shunda hijack qiladi. Hozir Uyg'urlarning masalan nurg'un Facebook'larini Xitoylar hijack qilib ketib bordi. O'xshash bu tor
cyber urush, hacker mi deb qo'ydi inglizchada. Bu hack qilish. Bu to'g'riliq men bo'pti keyin sana tafsili bir nima so'zlay. Sizcha Uyg'urcha mening deydigan hozir konkret qila olishning bir yoni biri. Birisi Uyg'urlarni konkret qilgan ishi buni doktor Qahar Barat jiq ta'kidlab ketdi. Uyg'ur ma'lisi ham doktor Qahar Barat Uyg'ur oroli deb oldi. Uyg'ur bo'lgan yerlarda Uyg'ur ma'lisi qurish kerak. Bu Uyg'urlarning madaniyatini, ruhini bir yerga ishg'olaydigan narsa. Masalan, Turkiyalar quraydi. Oldin qattiq deyman. Ma o'rtaq sadasi WhatsApp topida bir singlimiz 6 minut 40 sekundda bu masalaning muhimligini, buningki imkoniyatining tamamen bo'lganligini shunchalik yaxshi so'zlabdi. Men bir yilki eng yaxshi nutq dedim. Shunchalik yaxshi so'zlabdi. Ma'lum qurish Uyg'ur ariyalarida. Bularni Uyg'urlar iqtisod ishg'olaydi, Uyg'urlarning qiyinchilik masalasini hal qildi, Uyg'urlarning madaniyatini saqlab qola oladi. Masalan, Amerikada masalan Chinatown bor. Sizlarning Germaniyada bormi yo'qmi? Xitoylar bor, ya'ni Chinatown deydi, China Xitoy bozori deydi. Xitoy shahri. Amerika cho'ng davlatlarda bor, kichik davlatlarda yo'q asosan. Amerikada masalan nima Los Angelesda, San Franciscoda, Chicagoda, Seattle'da, New York'da bunda Chinatown'lar bor, xili cho'ng. Mishat Xitoylar qarasang, Xitoy madaniyatini oshla saqlab qoldi. Yiliq oliy maktabda o'qigan Xitoylar emas. Yiliq ko'chada yiliq bunda qog'ozchi, yiliq shangchi o'ynagan, shaxmat o'ynagan, bunda qo'lida bir ximir oshni tutib mushta yegan, yiliq harvot atgan, say satgan shular Xitoy madaniyatini saqlab qoldi. Amerikada. Uyg'urlarning masalan Turkiyaga kelsak, Turkiyadagi madaniyatni yiliq oliy maktabda o'qigan yiliq oqgalasliklar saqlab qolmaydi. Ular Uyg'ur madaniyatini saqlab qolaydigan, ko'chada ishlayotgan oshpazlar, savdogarlar, uy yasaydiganlar, uyda ishlaydiganlar, mishga borgan shular saqlab qoladi Uyg'ur madaniyatini. Shuning uchun shunda bir Uyg'ur madaniyatini qurish, ma'nisini qurish menimcha Uyg'urlarda nihoyat bir muhim masala hozir deyman. Yani başka birim degichi men mushin shundab turay, avaqama Abdurimjon deydiganlar desa, anqich men kallamni ancha-muncha boshqa narsaga bundan rad qilaman. Ya hozir shu Shataxiri, Mao, Abdurimjon nimadan tushib qolganda qiladi bu bola, kompyuter chataq chiqibdi. Men hozir qaytib ulay Mao nimani? Meni qo'shib ol deb qaraganda kompyuterni o'g'ishgan o'xshaydi. Ama qani? Chiqdi ana. Chiqdimi? Ben mana ko'rdim, qiytiqliq turamdi ya. Abdurimjon asli nima qilsa bo'ladi? Bizni qo'lqisi bo'ladi-da, yamsa. Qarindoshlar bir 2 minut nima qilib turinglar? Abdurimjon chiqdi. Ben taqtiq bo'lsam so'zlab turayman. Men ya hozir chiqdim deydi. Ama Skype'ni qayta ulashga to'g'ri keldi ki Abdurimjon qilish uchun-chi. Sen 2 minutda ko'rgan narsangni ko'rib turgan. Bo'ldi. Men hozirla men ulab beraman. Aksu altan korlarda kuca Ana yurtum sen bu dünyadaki en güzel makan Koya patmaz bu yaşta çeksiz mihirga tuğan
cheksiz muhabbat faxrlanish asrab suyish davom ta abad duo qilar ajr qilar to'kiblar mehnat ana yurtim biz farzandimman o'zimiz haqiqat Yusuf Mahmud farzandim faxrim mahkam yodimda Allah badur maqtahlim Allah o'tgan qo'yinimda sen joyib tutmishga emassiz diraysiz u jismingda vaqtda suymak tugimas cheksiz yurtim sana vujudimda cheksiz muhabbat faxrlanish asrab suyish davom ta abad duo qilay ajr qilay to'kiblar mehnat ana yurtim biz farzandimman o'zimiz haqiqat Oğuz royi Sınsun çin bizge Ümmet işeç Ümlü xeyret Bu soğu bizge Qeyrindoshlar qo'l bergin duruz hamroh qil kulga tirishayli uyushayli yar bo'lib bir-birimizga Biz tushgan safar ana yurtimizga javob Farzandi tuzib bizga daf bilan qarab Yurtim sana vujudimda cheksiz muhabbat faxrlanish asrab suyish davom ta abad duo qilay ajr qilay to'kiblar mehnat ana yurtim biz farzandimman o'zimiz haqiqat sana vujudimda cheksiz muhabbat faxrlanish asrab suyish davom ta abad duo qilay ajr qilay to'kiblar mehnat ana yurtim biz farzandimman o'zimiz haqiqat ana yurtim biz farzandimman o'zimiz haqiqat o'zimiz haqiqat Yargen turpan Ürümçi Gulca Atuş kumu Aksu Altay Korla ve Kuca
Ana yurtum sen bu dünyadaki en güzel makan. Koya patmaz bu yaşta çeksiz mehirga to'lgan. Abdurahimjonmu kirdi qarindoshlar. Bu ba'zida mushta texnikalik masala ko'rildi. Endi bu muntazam bir nim bo'lmag'achqa bir televiziyaga o'xshamaydi qarindoshlar. To'g'ri tushunishinglarni so'raymiz. Assalomu alaykum Abdurahimjon. Baya Mavlon akamiz biraqor o'ziniki nima qilish kerak degan to'g'risidagi ko'z qarashlarni qisqacha so'zlab o'tdi. Endi navbat son keldi. Sinikini anglaydi biza. Bo'ladi. Alaykum assalom. Endi Mevlan Kam'daki sözünü başlaştığım burun bir mezmunu oturup koydu. Yani Uygurlar biz neme kılalaymayız deb. Şu yaman muhim tema. Neme kılış gerek degan bu nayeti çoğun narsa bu. Neme kılış gerek degan birmuş kılalaydigan. Birmuş işini kılalaydı ama şu kılıvatkan işin içindeki halkılık hem muhim hem stratejilik işten birini tanlaş gerek. Neticesi en mükemmel çıkıdığan hem şunda kımısı bulmaydıgan bir dokunuşluk kelgen çağda biz hem de ne kılış gerek dep bu sualını koyup durup biz mundak işlerini kılışımız gerek dep cevap gereken bununla. Mevlan Kam bu sözünü biz neme kılalaymayız dep turib başladı. Neme kılış gerek degan bu teminiki mushuk söhbetning bugungi ikkinchi qismida qilishimiz kerak. Ajdodlar tarixda buni qildi, xato qildi deb oldingi söhbetda 30-yildan 50-yilgacha oralig'da bo'lgan mushu 20 yillik vatandagi inqilobiy jarayondan shunda xulosa chiqardikki, shu vaqtdagi rahbarlarning o'zi qilmasga tegishli ishlarni qilgan, qilishga tegishli bo'lgan ishlarni qilmagan. Ya'ni atrofdagi Angliyaga o'xshash, Sovet ittifoqiga o'xshash shu chog'dagi kuchli davlatlarga moslashanmagan. Moslashanmagandan sirtib, Xitoyga o'xshash o'zining tarixiy dushmani bilan hamkorlashib, shular bilan birlikda hukumat qurib, yana 33 şundak bo'lgan 44-yilmi, ikkinchi Cumhuriyet davridimi Xitoy bilan bog'lashib, Xitoy bilan birga birlashma hukumat qurish orqali tarixdagi xatolarni o'tkazgan. Buni o'tirib qo'ydik, buniki davomini xulosasini chiqarib olmadik. Ya'ni bugun Uyg'urlar nima qilish kerak? Ya'ni vatanning ichida bir ish qilmaymiz. Vatanning ichiga biz u gapni qilsak, insofsiz qolamiz. Qilaq qilish lozim desak bo'lmaydi. Eldikilar mushu vatan davosi, vatanni ozod qilamiz, ular insonlar qilamiz, o'qin talab qilamiz degan mushu bir muncha iqlimlar qanday qilishi lozimki? Hozir kelayotgan ish qanday bo'lib keldi hozirchilik. Ammo shu ishni qanday qilish lozimki? Bundan keyin qanday qilish kerak degan mushu xulosaga keldik asli bugungi suhbatda. Suhbatning mazmunini Mevlan Kam qisqacha biz chet ellik Uyg'urlar nimani qilaymiz? Bu savoldan boshlab andan keyin Uyg'urlar bunda qilish kerak chet ellarda to'rt mazmuni o'tirib o'tib ketdi. Yani shu ishlarni Uyg'urlarning o'zi qilishga tegishli ishni qilgan bo'ldi chet elda. Men buni o'tgan suhbatninki mazmunga qisqacha bir bog'lashtirib, andan keyin boshlamoqchi qoldim gap. Endi men shu nima qilish kerak degan bu savolga chet elga chiqqan izlandim, material o'qidim. Nima qilish kerak degan to'g'risida.
küçük milletlerinin ötken şu 30. 20. yıllarını tartib inqilab qilgan yoki siyosiy o'zgarish qilgan küçük milletlerinin nima qilish kerak degan to'qnashuvga kelgan chog'da bergan javoblarini qarta andikin planı strategiya tuzib qilgan inqiloblari va natijalarining tarixlarini yomon emas ko'rib keyin andikin biz Uyg'urlar chet elda nima qilishimiz kerak degan kishilar yamanchiq o'ylandi. O'ylanib, shu nima qilish kerak deganning doirasida chet eldagi Uyg'urlar kuchli bir markazga uyush kerak degan mushu pataq petib qilibman. Şu tashkilotlarni hiliq biz bilan qattiq kelisholmaydigan shu raqib raisning o'zini bir yerga akilish, cho'ng bir markaziy tashkilotni qurish, shu orqali qanday cho'ng ishlarni qilish deydigan shu savdo bilan uzun yil vaqt ketgan keyin andikin qarab chiqib nima qilish kerak degan savolga parçalab cevap berish kerak. Davriga qarata o'zining imkoniyatiga qarata javob izlash lozim. Shuning uchun oldindan biz nima qila olamiz degan nuqtaga boshlaymiz. Biz nima qila olamiz? Xitoyga qarshi nima qila olamiz? O'zimizning imkoniyat doirasida o'zimizning manfaati uchun chet eldagi to'g'rilarninki manfaati nima qila olamiz degan nuqtada izlansak bo'ldi deganda o'tgan yil to'liq maqola yozdim. Nima qila olamiz? Benim şu destur blogi degan burada e'lon qildi. Endi biz nima qila olamiz degan gapning boshlagan chog'ning o'zida biz shu chet el Uyg'urlar biz birlasha olamiz, kelisha olamiz. Bir koalisyon, yani ittifoqdosh bir markaz tashkil qurib chiqa olamiz. Bu bizning qo'limizdan kelgan narsa. Bizninki qo'limizdan kelgan ish bu. Biz qila oladigan ish. Biz shunday bir markazni qurib chiqara olgan chig'imizda shu markaz andiga nima qilish kerak degan chaqirishda bu markazni o'zi yetakchilik qilib Uyg'ur fondi qura oladi. Ya'ni Sharqiston fondi demdi o, Turkiston fondi demdi o, yoki bütün O'rta Osiyoning fondi demdi. Davasın özde fondunun qurib chiqarildi. O fondi meselesi Mevlantam o'tirib qo'ygan Uyg'urda fondi qurish kerak degan mavzu masala. Bu bahchong masala mavzu. Uyg'urlarning hozirgi sharoitida, ana kallasini bağı yerib, mana yoqisini avj deb turib sharoitda Uyg'urlar bu fondini herkesini qurolmaydi. Fondi qurish masalasi biz nima qila olamiz degan bu temaning ikkinchi mavzusi to'g'ri kelishi mumkin. Biz oldi bilan bir cho'ng markaziy organga tashkillanib bu yerga jam bo'la olamiz. Bu oldi bilan qilgan ish. Buni qilib qo'ygandan keyin organning rahbarligida eng qilishli ish bo'lsa fondi qilgan deb vaqt o'zida bu fondini o'tirib chiqarishga bo'ldi. Nima ish qilsanglar? Bu 2018-yil ma'lum qiltayniki kasab 2018-yili inson haqlari kasab qo'sh jarayonda bir turkum qarindoshlar biz Sharqiy Turkiston fondi quramiz deb turib oldik. Bu to'g'ri maslahat berdim. Hozir sharoitda fondi qursanglar bu fondini mantig'il bo'lmaydi. Ham qurgan fondining yig'ilgan pulning o'zimi az bo'lsa o'g'ri xiyonatchilarning o'ziga aylanib qoldi. Qaraq bo'lsa bulongchi qaroqchi xotinning aylanib qoldi. Shekilli burun O'rta Osiyoda bu bo'lib o'tgan bir ish. Şu vaqt hojiraning haqiqiy yildizi iqtisod siyosiy tarkibini qo'yib turaylik. Mavu g'azatchi bo'pti, mavu azatchi bo'pti, biz islom siyosat belgilaydi. Eng muhim narsa iqtisod. Iqtisod bir yerda turgan chig'ida iqtisod ishlarni belgilab o'tib qoladi. Shuning bilan shu fondining mojarosi bilan bunun bilan bir ayrılgan, en çok meslek gidip çıkan. Endi, ne bu kerekli dedim. 20 yıl burun, bu şunda bir karpatak etip, hazırlıklı
javobgarligi bu bilanchi muvaffaqiyat deb dushmanlikka Uyg'urlar aralashib başlasanglar hozir yana ashundaq bo'ladi bu eshitib ama qarindoshlarni ranjib menga bergan takliflarim bu 5000 Uyg'urdan 5000 Uyg'urdan deki 25000 Uyg'urdan deki mo'shlardan $5000 toplasak 25 milyon dolar var. 25 milyon dolarını meblağ turib Sharq Turkistondagi ozodlik uchun rakit ishni boshlaymiz deb bular nazariyat tushib ishni to'pqanligini bilmayman ama bularning ma'lum vaqt to'plab keyin davomlashi yaxshi bo'lmay qoldi. Demak bizningki hozirgi masalada bizning qilayotgan narsa eng biz qilishga tegishli bo'lgan ammo qilolmayotgan narsa fondi shu. Pul. Endi pulning o'zini Mevlan Kamil dedi bunu. Abdurrahim o'zi bir fondi qurib ketsa, uni o'zining dairasi taqlib ishni qila oladi. Men qilsam shuni qila olmayman. Uyg'urlar umumiy Uyg'urlar umumiy to'plash uchun tashkilotlardan vakil chiqarish kerak. Her bir teşkilatlardan, mayli o münafık teşkilat olsun, mayli şundaq saqlan farklı teşkilat olsun, şu biz Uyg'urlarning yetakchi rahbarlik organi devatgan çoğun teşkilatlarni bizi vakil chiqarib, tarafsiz bir fonduga mas'ul bo'lgan bir organni qurib chiqish lozim. Andik organning o'zi umumiylik chaqiriq chiqqan chaqda bu organda vakil chiqargan yillik markaziy tashkilotlar andikin bu chaqiriqni tuluk kanat yaydırdı, milletin seferberlik yaydırdı, andaki yetlindi. Hazır, sürgünlük hükümet diyen bu organın özü Şarkı Türkistan fondu teşkilleyemeyiz dese, şu grubun özüne mesul oldu. Şu gruplar onun karşı çıkıyordu. Ötken yılın şu yılın bitişi, ötken yılın ahırlarda Dünya Uygur Kurultayı, Moşunda Xelqaravi, Uygur fondumu binası işgalip ve fondu tutmayıp çakırıp çıkan çağda Facebook canlılık yiyip söhbet etmiş durup arkadaşlarımız biz zaten bunu yıkmaymayız. Bu abdumiyatçıların üzüge, bu insanların üzüge, bu Xitay prenslerinin üzüge milletimiz bunu teşlettirmeyiz. Hakiki müstakilliğinin bayrağını götürüp çıkmağıçılık bundaklar milletimizin 40 yıl bulunumu yığışta hakiki emes salayı koşmaydı deyip narazılık bildirdi. Şunda bir kampanya uyuşturdu dünyanın nelerden öz isim bilen çıktı, ne hakkında söylediğinden çıktı, bunun meme avaz koştum. Yine de belki milyonluğun pulunu haşlap bulup, endi yine kıgan işin 2018 6 noyabr BDT'de Paltikakan'ın faktörü çıkandan keyin hem de yine Uygurlardan yıkılacak değil mi kaçtı seslerinde ben bu şekilde kiranımda olur. Hemen narazı oldu. Yani hazırda muşu peytte Uygurlar muşu vaziyet astıda teşkissiz bir grupla oturuğa çıkıp kızgınlık bilen yani bir taraf Uygurlar mesela Mevla Yasin Efendim deyli, mesela Cesaret deyli, şunun bir takım ziyaliler deyli. Bunlar topluş çıkıp Uygur Fondu'dan bu Şarkı Türkistan Fondu'dan ne mildi istiyorsun bir fondun layihası oturup koyulan zaman keyin o teşkilatlar bunun karşı çıktı. Hiç olmasa özün teşkilatının dairesinde bu fonda tuz kullanılması. Bu bir mühim mesele bu. Aldılan binanın ki bunu kurş gerek. Bunu kurup andikin sonunki kötülükleri işi vakti paylaştı kuruldu arkadaşlar. Endi yine bir gap. Fondunun ihtimali mundaq oldu. Şu Yahudiler fondu kurgan Yahudiler'in ben istep baktım. Germanlar'ın ki işimiz yaşavat parayı. Durgun fond var, vakfeler var, fondular var. O şunların izlerini istep baktım. Her kandak bir fondu kurucular altından bizim meblağ sağan ki bulan milyon pulu oturup durup mesela Mevla Yasin Efendi'nin değil, Mevla Yasin Efendi bir tane izlenir yüzü vay bir adam değil. Buna yancıda 20 milyon dolar pulu adaylı, 20 milyon pulun özünden 10% çıkarıp 2 milyon dolarının özüne oturup koydu. Yine bir yüzü okşuş engineerden ben tapıp 4-5'i
Zaten biz boşverken milletimizin bulduğun boşu pulunun özünü, fondunun özü biz mutlu oturup çıkarıp biz boşu boşluktan kiraylı bu davaga her bunu öz toplusa 5 tane izlerin özü 10 milyon dolarının özüne bir fondu koysa bula andekin kesep kurup mana biz fondunu kurduk burada. Daha sen pul çıkarken bunun özüne layihisi karab çekip teşkilatların azalar olsun ya ki teşkilsiz gruplar olsun bulan kollar bu konuda bunu çıkarken da kişilerin çıkartını karşılamaydı. Buna ülkenin 10% ayrı faiz bu konuda koydu. Milyonluğun pulunu koydu. Koygan deyken benim bir 10 tenge pulum ne, hem bizim bir 5 tenge pulunu buna karşılamaydı. Şunun için millet kişiler buna belgili durur. Bu çağda Kutay karşı çıkışı mümkün. Sürgünlük hükümet karşı çıkışı mümkün. Yeni bir ülke İslam'ı icat kıldığın cihatçılar karşı çıkışı mümkün. Bu ihtimal, bu bir parmak meselelerine ayrılmaz. Milletimiz yüksek halde bu fonduğu bağlanıp elde 1 milyon Uygur var diyen çağda hiç olmazsa 30 bin Uygur bu fonduğu bağlanıp otomatik halde bağlanıp zaten moşlar millete hıyanet kılmaydı. 100 kanı bu özünün bu işe attığı Meninki 5 tenge pulunu haşlı olan deyip durup buna kızgınlığı bilen millet yayga katmışıdı 30 bin Uygur ayda 1 dolardan besi 30 bin dolar düşütken gap. Muşundak mı oldu? Hem de belki fondu sol tehlen yansıtıklı yok. Ben işte bu sekreter insan fon diye kontrolüye yatıracağım. Planın ki özünde yok kadar hem sistem kadar tarih kişisi her başta. Hatta ama olmadı. Hem bu Mevla Hasan Efendimiz'in ki Nemi kuralayımız, yani ben bu fondunu kuralayımız ki dep ona tallığına ben fondun özüne kuruşun fakat ilişki. Ya bir olsun teşkilatla insafdan öz vekil çıkarıp bu şu vekiller topluşup organizasyon bu fondunu teşkillep pulunu çıksa biz topluluk kırmayız biz seferber kırmayız dep bula karım karşı teşkilatla bir fondunu çıkarsın kursun bir organı bular kursun fondundaki bu devam hareketlendi. Yapılmışsa aramız fondu kurallaydigan fondu teşkilatlaydigan milyonlarla bu yoldan buldu. Eğer bu yol olmaydı ki üçüncü bir yol bilen halı sürekliler hakiki samimiyetten bu çeşitli baştan yapsa alsan kazıklar mantıktan kalfurun ariyatla Çağan o Mevla Hasan Efendimiz'in Çağan layihesinden olayım. Hazır şu. Mesela medyada Uygur yetkilileri Xitay'ın zaten çıkımı tutturuyorlar. Xitay diyen üstler resmi izin edip acayip faaliyet yapıyor. İki faaliyet medya. Bu vaktiyle bana. Ben Abdurrahimcan'ın gepi gibi iki zat beriyotayım o. Buldu. Abdurrahimcan abi ne bu nimanda senin görünmeydi bunun da bu kayıtlı kapsama TV'de. Nima Abdurrahimcan'ın digini elaka İngilizce bir çoğun teşkilat kuruş. Menimce bu yıl ahmaydı. Uygurlar, dünyadaki Uygurlar yani aldığınki dünya Uygur kurultayı Uygurlarını şunçilik parçalı ettikin bular şunçilik yana Uygurlarının 20 yılgıcı iştibaklaşmaydıgan kapalet yarattı. İştibaklaşmaydı Uygurlar. Hatırlayın bunu 20 yıl getiyordu. Dünya Uygur kurultayı aldığınki dem bularmış hukuk ilişki yanında bu kapaletini yaratıp oldu. Ama işte benim nait katlı tanıklık gitip bakan yerim bularının kığını hatalık emez, bularının kığını bir cinayet dep sözleydiğin yerim şu. 20 yılgıcı bu mangmaydı. Endi Abdurrahimcan'ıma ikinci digini mesela bir yürüyüş bu daim şundak buludu. Mesela burun Şarkı Türkistan'da Rabi'imden özü şunda bay boğan diken her xil fundu cemiyetlerini kuralıgan. Şunun okşaş bu fundu cemiyetini şu dünyadaki her yerli karxan açkan ya boğan bir çoğun iqtisadi asası bağla şula bir yürüyüş ziyalilani özü etraf hizmetini kılıdıgan, inç yazıdıgan, kılalaydıgan şu ziyalılarını
akilib, eng yaxshi bir ishga maosh beralaydigan qilib, shunda qilsa, endi bu fondi jamiyat mangdi. Men Abdurimjonning ikkinchi usuli qo'ytilman, birinchi usuli mangmaydi. Tashkilotlar birlashishga mumkin emas. Yani 20 yilgacha dunyodagi Uyg'urlar birlik kelmaydi. Bununla men duo atsanglar, uni g'achib pulni shunga tikalayman. Lekin, ikkinchi yo'li bo'ldi. Shu bir baylar shular puli bor, iqtisod bor odamlar o'ttirib chiqib, yig'ayli ayxad Yahudilarning o'laqa Einstein'da ziyonlar qilmagan har shirkatning tijoratchilar shular o'ttirib aldiroq mablag' solgandan keyin mablag' silib, uningga bir 2-3 odamni xizmat chiqib olgan bular. İlişin kerak. Bular olgandan keyin maoshni bergandan keyin bular shuni ishlaydi. Bular hammalar tashviq qildi, xat yozdi, masmangdi, a'lo iqtisodni asos qilib, mushtaq esa bu fondi jamiyat qurildi. Buni qilg'ini bo'ladi hamda Uyg'urlarning bunda 20-30 millionlik dollarlik puli bor tashkilotlar, odamlar bo'lmasimi, 1-2 million dollar bor Uyg'urlar xeli bor dunyoda deyman menimcha. Shular har birisi mashtaqa bir 100 ming dollar yig'ib 100 ming dollar chiqib, shuningda bunda boshlasa, bu ikkinchi yo'l bo'ladi deb o'ylayman men. Mening gapim tugdi, Abdurimjon Sog'birga imzo. Rahmat. Ben bu yerda shu anaqa ishkilinglar fondning gapini qildinglar. Fond haqiqatan pul bo'lmasa bir ish qilib bo'lmaydi. Hozirgi gap shu, bu fondni kim yig'di? Qaysi tashkilot yig'di? Bunga masalan ayni vaqtda mening esimga qolishicha şu Rabia Hanım Dünya Uyghur Qurultayıga rais bo'lib turgan mezgilda haqiqiy bir merkez bordi o chog'da. Bu kadar ko'p tashkilotlar yo'qdi. Osh chaldimi? Rabia Hanım Uyg'urlik badili degan bir narsani tashabbus qilgan. Tashabbus qilib Uyg'urlar har bir Uyg'ur kishi beshiga iqtisodga qarab 5 dollardan 10 dollardan ba'zi iqtisod yaxshi emas yerlarda 1 dollar 2 dollardan nima qilish kerak, yig'ish kerak, Uyg'urlik badili o'tish kerak deganni o'tirib qo'ygan. Chunki osh chog'dimi Uyg'urlarimiz bu gapni deydi. Ya'ni bir fond bo'lmasa, pul bo'lmasa bir ish qilib bo'lmaydi deydi. Ammo afsus shu chog'lardami muvaffaqiyatli bo'lmagan. Ya'ni bu shu Uyg'ur fondiga har bir Uyg'urdan pul yig'ish ishi muvaffaqiyatli bo'lmagan. Gapning o'zida muvaffaqiyatlik bo'lmagan emas. Dastlabda muvaffaqiyat bo'lgan. Lekin bu fondlarningki pullarning kelib ketish yo'li, ketish qanday hajlash yo'li xalqqa aniq bo'lmagan. Xalq Siz bu fondidan o'zininki ishonchisini oqitib ketgan. Bunda fondi yig'sang, unda bir tashkilotning raisi ya palonchi qilolmaydi. Bu tajriba bo'lib ketdi, qilolmaydi. Robimdanmi qilgan, shu vaqtda xalqlar jiq pullarni bergan, lekin kin xalqlar buningda hech qanday ufmadiqo, nakit bordi, nim bo'ldi degan gaplar, savollar tushdi. Men bu da shunda bo'lgandan keyin bu masala mangmaydi. Bu masalani bir tashkilotning raisi qilolmaydi. Masalan, dunyodagi hozir bu bir nechta tashkilotlar Turkiyada İstanbul'da 20 tashkilot bor ekan, bular yig'ilmaydi. Bunda fondi jamiyatni hech qanday tashkilotningki raislari, yetakchilari hattoki bugungi kunda Robimdanmi qilolmaydi. Buni shu iqtisod asosi bor, bir necha iqtisod asosi bor Uyg'ur aşı mundara qo'lligiga bala shular chiqib, shular bir necha odamni ilib, yaxshi xizmat qilgan odamlarni, xizmat saviyasi yuqori, tillar ravon yozdigan, mesela İngiliz olsa İngilizce chestay ravan so'zlaydigan, gaylar bir CNN'lar chiqib so'zlaydi, bir İngiliz saviyasi, supermarketga kirib olmaldan yaraydigan saviya bilan CNN'lar chiqib so'zlaydiganlar bor. Unda emas, jin saviyasi bor, ashunda odamlar yig'ib qilsa mang'idi. Buni tashkilot qilolmaydi, mening ko'z qarashimda. Ama hozirgi gap sencha mushundaq odamlar bormi? Ya'ni unda odam barcha cho'qim bor. Sen degandek saviyalik odam, ammo aslında seviyelik adamların aşıda bir kısım adamda davaga yakınlaşmaydı. Bunda bir reallik endi. Abayda ise o fondu destek muvaffaqiyat bo'lgan dedim. Mening bilishimda, masalan, biz turgan davlatlarda Rabia Hanım kelib, bir mezgil shu cho'ng bir ish qilib chiqish qilganligi to'g'risida xalqimiz bilan so'zlashib, bir fond chiqqan ahvoli bo'lgan. U fond yig'ilgandan keyin onun cevabı olmadı. Ama ondan keyin Uyg'urlik badilining gapi chiqqanda tashviqotlar bo'ldi-yu, ama bir necha oy berib qo'yib to'xtab qolgan, muntizim yig'ilmagan ahvollar bor.
Bu fonddan başqa bu ishni qildiğanga agar mushu ishni boshlash to'g'ri kelsa odam kerak bo'ladi. Boy degandek endi hozir o'tirda millatning ishini qilyapman deb chep shuganlarning orasida shengil bo'ladigan odamning soni yo'q deylik. Bak oz. Endi qobiliyat Uyg'ur yo'qmi desa, xili bor. Uyg'ur bak aqlli millat. Uyg'urning ichida yaxshi o'qigan, tili mukammal, siyosatni yaxshi biladiganlar bor, ammo har xil sabablar tufayli aşında qabiliyetli adamlar dava işçiga kirmayapti. Undaqda hozirgi ahvolimizda sizlar degandek shu fikr bo'yicha, shu o'y bo'yicha ash ishni yurishtirgili bo'lamdi, bir ehtimoli bormi bu ishda? Germaniyaning ishga Abdurimjon javob beradi. Ben işkanı gelip ben 5 minut. Buludu. Meslenge bir milini satamsan xeridadan rencime. O özlerinin milinin işi. Gayla biz muşunda tayya teşkilatını kursak nimişke halkla katnaşmaydı. Biz bir fondu cemiyetini koysak nimişke bayda bula halktan renciydi. Bizden halktan renciydiğen nimiş yok. Şu halk bir malını sabuğu bu mandaysan bir soda. Bir malga okşaş. Sen her kanda siyasi ideya olsun, komünizm olsun, demokratik olsun, bu siyasi sahnedeki bir mal. Sen şu malını halkı satalsan buldu. Halk almasa halktan rencimesen buldu. O senindeki mesele halktaki mesele emas. Uygurlarda mesela nurgun aşu kolunda $1 milyon var bu adamlar Uygurlar badayma, xili badayma. Şu adamlardan aşı bir ikisi öz ara çıkışıp, bunda paranlaşıp, kılıp, özleri kendi tosumu aldığı salıdığan bir 2-3 adamını muaşlı kılıp ilişki gerek. İktidarlı adamını. Şu adamlar işleydi. Mesela Amerika'nın N7'de pul berdi, aldığı hem dünya N7'nin tarmağında 160 teşkilatla bağı deymi, Dünya Uygur Kultuymu şununla tavalık. Bula aldığı çıkıp ulanın işini kıldı Uygur kıyımı. Şunun okşaş. Bizde şunda bir neçini başlaydıgan muşu tolarak muşu soğudigar sahasındaki adamlar gerek. Şu yalnızca aval şunda bir yaxşı siyasetçiler, halklar Uygur halklarının işkencesi ilgişken şunda siyasetçiler muşu soğudigarlar bile sözleşip muşlarını muşunda iqtisadi yardım kılışka çakırık kılıp, aşılarını qayıl kılıp, muşnunga yol içiş gerek. Endi bu bir liderninki iqtisadi kabiliyeti. Endi bizde şunda lider bağımı yok. Bu bir iş qara. Gap şunun da azılda bir lekin bu teşkilat arkalı. Mesela bizden Amerika'da Uygur, Los Angeles'ta biz Uygur cemaat var. Bizim Uygur cemaat teşkilatımız var. Los Angeles Uygur cemaati deyimiz. Bununla her aile biz tabii birimiz. Bulamız işimiz her aile her ayda $50 pul verimiz. Boytakla $30 pul verdi her ayda. Şunda bir aile bir yılda $600 verimiz. Bizning Los Angeles'ta her qanday faaliyet qilsak pulumuz yeterli. Bununla nispeten mesela bir o'qituvchilarga gayvaqti bir ders o'tsa pul bera olamiz. Bu o'zimizningki shu jamoat, shu Los Angeles jamoatiga to'g'ri har xil asboblarni ola olamiz. Yengillar o'tirash o'qasa cho'ng bir zallarni ijro ola olamiz. Buni bir necha yosh bolalar ishlayotdi, bular nihoyat yaxshi ishlayotdi. Bular shunda bu ishni qildi, bu ish mumkin qildi. Gap birdi. Bir vaqtida men esimda bor, bu 3 yil burungi birisi men so'zlasam, men tonimaydigan birisiga, men tilpur Turkiyalikka, Mevlan efendi, men mana shu $20,000 beray desam, Turkiyada berilgan odam topolmayapman deydi. Gap aşı Uygur, bizningki Uygurlarni ish qildika degan mushundaq bir ishonchlik yo'q. Shunda bir necha odamlar chiqib başlısı buldu. Menimce bunda iqtisod jihatda mushta yetaklab Uygurlarni yig'adigan odamlar, ashta qildiganlar, bular bir til bilib ketishi notayin. Bular iqtisodiy mush ong saviya bo'lib, bular Uygur millatiga bizning mushundaq qilayli degan da'voda mushta saviya bo'lib, bular bo'ldi biz iqtisod yordam qilayli bir 2-3 odam olay deb olsa, shu odamlar tilpin urg'un bo'lsa, menimce bu mangida bu imkoniyati bor ishdaymi. Menimce ko'rgan yo'lun bu fondining aşağı orqali qurildi, tashkilotlar orqali mangmaydi.
Endi shu gapni shu fondni qurish uchun işte sen degandek işte bir odamlar lozim yani. Bu odam bormi oramizda deganga javob tepish yomon tas hozir. Ma Abdurimjon qarindishimizning boya bir nechta nuqtaliq so'zlab o'tdi. Bu Abdurimjon dedi fondning gapi va tashkilotlarning gapi. Bu Abdurimjon hamda uzun yillar bo'ldi bu do'stimiz shu da'vo sepida bor, ham har xil tashkilotlarga kirib aktiv rol o'ynagan bir qarindishimiz. Hamda hozir xalqimiz deydi, hozir millatimiz qil ustida turibdi, millatimizning hayoti taqdiri. Hozir harakat qilmasak, ertaga harakat qilishga fursatmi bo'lmay qoladi deydi. Undaq ekan, endi agar hozirgi odamlarimizdan foydalanib ish qilish to'g'ri kelsa, yana shu hozir shu mavjud Uyg'urlarimizdan mayli oldingi safda da'vo sepida yetakchilik qilayotganlar bo'lsin yoki oddiy fuqarolar o'zini ko'rsatmay hozirgacha xalqqa o'zini ko'rsatmay qolgan qobiliyatga bo'lsin. Endi mushlar orqali bir Abdurimjon dedi bir kuchli markazni barliq keltiraylik deb baqinib ketdi, keltirolmadik deb. Agar shu hozirgi ahvolimizga beqib turib, realligimizga beqib turib, xalqimizga bo'lgan shu ekranda qurbatimizning yetishicha %100 to'g'ri bo'lmasa-mu, nisbatan to'g'ri bo'lishi mumkin, shu yo'l mushtaq qilish kerak deydigan bir yo'l ustida Abdurimjon seningmi o'ylaganlaring bo'lishi kerak, chunki sen uzun yillar jiq tadqiq qilding, jiq o'ylanding, jiq izlanding bu vaqtda. Hozir sening ko'ngling, yuraging nima so'zlayotdi? Meniki yuragim yoshirib eqolmay hamma-nimani qalam bilan to'kib o'tirib qo'yapti natijani yog'i oshkora, ig'ir darajada tanqidlarni o'tirib qo'ydim. Asosan tanqidlardan shu 2012 yilda ne qilib kelgan qaytib qoldi. Normal chiqqanda. Neden hozir? Ovozim anlatandi? Ya men ovozingni anlatyapman. Tekrar qaytib chiqadi ovozim. Endi demak har turli ishlagan shu tashkiliy munosabatlar bilan qildigan nurg'unlagan ishlarga qiziqib baqdik. Neticesi endi bugun kuni keldi. Shu bo'libmi 98 yıldan bu yanki demokratik devletlerde merkezleşip teşkilinip elip berilayotgan faaliyetler yani halkılık vakittin başlagan çağda 99 yılı Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nın özünü Germaniya götürüp kiliş arkalı bu uygulanan siyasi teşkili merkezi garip yüzünde vakti hesaplandı. 20 yılını açtı. Şu 20 yıl jarayonida nurg'unlagan ishlarning o'zi qilindi. Uyg'urlar tashkili va tashkilsiz holda shu g'arb davlatlarida keldi. Ammo millatga bir foydali natija ko'rildi deyishga men tilim bormaydi. Mao bizning natijamiz deyishga. O'ndaq bir natija bo'lmadi. Hozirgi masalada biz bugun deydigan suhbatninki asosiy mazmuni yana bir qaytib kelsak, endi bundan boshqa to'xtab turib, tarix ajdodlarimiz yana chog'da shu 30 yildan 50 yilgacha borliq ichki jumhuriyat davridagi rahbarlarning o'zi xatolikni qildi degan shu munosabat bilan bu temani biz davomlashtirib kelyapmiz. Bugun ikkinchi qatimdagi endi mushunda qilmaslik kerak edi demoqchidik. Chet eldagilar 30 yildan 50 yilgacha aralıqda xatolik o'tkazgan ajdodlar qilganda xatolikni chet eldagilar qilmasligi kerak edi demoqchidik biz. 30 yilmi Xitoyning beshig'i eng ig'ir balo qazo kelgan vaqtdi.
Yaponiya yapmadı. İstihbaratın komünizmden iki bölünüp Xitaylar özünün kendini özü içip atkan şundaq bir paytda Angliya Xitayga qarşı, Sovet İttifaqı Xitayga qarşı şundaq bir vaziyat Xitayning bishiga kelgan bir baxtsizlik davrida biz bizning shu vaqtdagi siyosiy rahbarlarimiz, qurolli harakat qilganlarimiz, boylarimiz o'tkazgan xatolik tufaylidan Xitoy bu mushaqqatli bir bosqichni o'tib, yani qutulib oldi. 44 yildagi davrdimi Xitoyning beshiga eng og'ir kun kelgan Xitoy, yana qaysi Xitoy bu yerda bir hukmronlik qilishda tutuq belgilanmagan kichik guruh Xitoylar vayron bo'layotgan Yaponiyaningki quroli ostida Yaponiyaningki bu yerga besib kirish nima bilan bu Xitoylar shunda og'ir o'sal holat tushayotgan shundoq bir vaziyat bizningki furilib bo'layotgan davlatimizning o'zini vayron qilyapti shu vaqtdagi rahbarlar. Buni qilmaydi. Shuningla 70 yillik fojiaga biz hozirgacha shunga mubtalo bo'ldik, buning bedelini to'lab ketyapmiz. Hamda hozir chet elda hozirgi biz siyosiy vaziyatni aytgan chog'da Xitoy eng og'ir bir duch keldi. Xitoyning ijtimoiy jihati inov etildi, axloqiy jihati inov etildi, siyosiy jihati inov etildi. Xitoy dunyoga bioximiyalik urush qo'zg'ab, urush jinoyatchisi bo'lish bosqichiga kelib qoldi hozir. Shunchalik bir kelgan chog'da Xitoyning iqtisodiy vayron yo'liga qarab mangdi. Mushunda turayotgan chog'ning o'zida hozirgi endi chet eldagi mushu bayroqlarlar nima ish qilyapti? Nima holga tushib qoldi deydi. Endi vatandagilar bu Xitoyga hozirgi vaziyat ostida qo'zg'alib chiqib Xitoyga qarshi bir ish qilib, bu yerda Xitoyni halsiratlak bir imkoniyat yaratolmaydi vatanning o'zidagilar, vatanning ichidagilar. Endi qurolli harakat qiladigan ish bo'lsa-mu, chet eldagilarning ustiga tushdi bu ishni tashkillash va yetaklash. Yoki tinchlik bilan siyosiy yo'l bilan shu g'arbning Xitoyga qarshi elib berayotgan hozirgi jiddiy bir siyosatdan foydalanib Xitoyni munqariz qiladigan yo'lga yetaklab berib, Uyg'urlar shundan bir foydalanadigan, Uyg'urlarniki milliy manfaat uchun bir natija yaratadigan bosqichga kelgan chog'da endi buning qaysi vakillik qiladi degan gap hozir. Ha, shu. Mushu masala muhim. Endi fond masalasini shu yerga bog'lagan chog'imizda hozir ularga Xitoyga qarshi elib beradigan chet eldagi harakatlarga 1 million dollar lozim bo'lgan chog'da bu pulni balkim Xitoy millionerlar berishi mumkin. Xitoy millionerlar berishi mumkin. Amerikada albatta mushuk o'ynab yurgan Xitoylar o'xshash Xitoylar berishi mumkin. Ammo bu ichida mana 1 million deb pul chiqarg'idek bundaq imkoniyatni, bundaq bir vaziyatni hozir tasavvur qilmaymiz. Biz ham shu bo'lmaydi deymiz. Hozirgacha bo'lmay kelgan. Ben chatda 94-yil 9-oyning 22-kuni Erkin Alipbekning Efendi O'rta Osiyoga borgan chog'da mush gapni degan. Chet elda 1,5 million Uyg'ur bor ekan. 1,5 million Uyg'urni biz 1 million qisqatsak, mush 1 million Uyg'ur oyda $1 bersa 1 million dollar foyda yig'iladi ekan. Biz shunday fondi tashkil qilmoqda O'rta Osiyoda Bedana Sharqiy Turkiston fondida fondini qurib, o'zi bu fondiga rahbar bo'lib, qaytishida bizni yo'qlab ketdik Qirg'iziston Bishkek shahriga. Biz shu kishilik olqishlagan bu odamni 94-yil 9-oyning 22-kunisi anglagan gap ma'o chetlarga chiqqan chog'da. Hozir bunga 26 yil. 26 yil. Buni Nurqul aytdim, bu chaqiriqlar o'ttirib qo'yildi. Rabia Qodir xonim qurultayga reis bo'lgan chog'da Uyg'ur fondi yana shuni qildim. 2007-yildan 2016-yilgacha men oila bo'yicha Uyg'urlarga eng az kishi beshiga $3 deb chiqqan. Men kishi beshiga 3 yevrodan hisoblab, oyda 12 yevrodan men Uyg'urlik bedeli deb Uyg'ur fondiga 2016-yili 6-oyda bular baxtiyanat demak endi
Bu elbette Uygur fondi, Vatan Kuşku fondi deb däwegen bilen 26 yılının yağı bu bombagan bir näse. Bombagan näse. Endi biz çıkıp meğerde bunu teşkil eken bunun biz kurallaştık yüzümüz yetişi lazım. Ben kılalayım sen kılalamsa hin birisi kılalamdı. Kanç adam bunu kılalaydıgan. Biz oyda $2 bizim bunun yakın 15 bin erkek geleymeyiz. Neyse bizde bir plan olsa bunu toplanırsa hem de bizde tayarlık yok, bunda imkaniyet yok. Bunu billah takdirse şun billah yeni bir plan da bunu. Başı biz oturuyoruz. Zaten bunu kılış gerek benim için kılmaydı deydi. Yeni bir şey deydi. Bu aşağı konudu. Nüfus buluş gerek. Mesela bir 10 adam, 15 adam fonu teşkil değil. Milyonlar payımı bulmuşsun. İş olmadan nüfus gerek. Nüfusluk adam, bu adam xiyonat qilmaydigan, uyatchiga berib atmaydigan, jihatchiga berib atmaydigan, yeni birisiga berib atmaydigan, Uyg'urga kerakli joyga hashlaydigan, ya'ni ishontiradigan mundaq bir salohiyat nüfus bo'lishi kerak. Agar tashkilot buni qilmaydi, Mevlana Yasir 26 yil bo'lmaganki tashkilotlar buni qilolmagan. 26 yil yazdı. Ben şu anlatmak Erkan Tekin Efendi 94. yılı 9. ayının 17. günleri şunu harekette almak Türkiye $100 meblağ Türkiye birinci bulup. Bu binası 100 kalkandı bu tema. Bunda içime kırmızı iş mümkün. Ama ben bunu hatta şu bir iş program yapmadım. Demek ona da ki Rabia Kadir Hanım çakırık çıkardı. Ona da ki ötken yılı 2018 yılı kıyafeti adam Uygur'u çakırsan vatan fondudan binası bunu bu elbette yani bunu koşakmaydıgan bir narsa aylık gitti hazır. Uygurlar kılamaydı bu işini deydigan ya gitti. Yani boşuna yayda bunu zaten kılalaymayız deydigan. Ben de hazır. Ben bu yine ben de hazır ki rahmetler bayraklarla hatalık 300 watt muhtemelen diye bir biz öteki Cumhuriyet kurallarını hata kıldı desek yaman narazı ketkenler var. Bana ayrı muhtar kılıp yanına narazı olanlar var. Arkasından nim kılgan da düşürdü Allah. Hem de bu sınıf mektubunumuz, yaydığınımız nimet diyen çakta şu chat eldeki bayraklarla rehberle merkezi çok etkili teşkilatlar neyimi kılışı lazım idi hemen kılavat şunda kulağının ki atçığını belirtireyli öz timi kayıtkireyli kırındaşlar hem de meyine aşağı cahvataydı programda Aşırı hükümet bir netice bunu Yamanca İstanbul'da diye bir gerçekleşti. İstanbul'da 17-18 teşkilat var. Bu teşkilat bir teşkilat. Türkistan var cemiyet parmak grupları. Eğer İstanbul'da 30 teşkilat var diye çalışmış 30'un en az 19'u bir teşkilat. Şu teşkilatın parmak. Hem de aktarları andayken özelliğe hareket başka mutlak kurulgan vaktiyle buluşu mümkün yok teşkilatlar. Ama bolluk mesela aşağısı bir teşkilat desek bulunur. Yani Türkiye mikyası etmekten Mevlana Kemal Mükretim dedi. Bir sefer hemen 35 milyon Uygur'un vekili de yeni bir sefer hemen 35 milyon Uygur'un vekili de Muşunda taşkı münasebette yani taşkı siyasette igir derecede kriz peyda kıldı geldi. Bu hakikaten tenkitleşik iş. Aslında Türkiye'deki Uygurlara nispeten etken çağda 40-50 teşkilatın ortak gelmeydi. Kimse insanlar Uygurlar teşkilini gerek. Bunlardan Uygurlar bir teşkilatın içine kirvasın onu idare kılıp olmaydı. Macera çıkan bir nesne. Ama teşkilatlar kurulup kilip
merkezleşiş lazım. Andaki içki cihette, yani uygulanan içki meselelerine Türkiye'nin hatta bir yakın buluş gerek. Türkiye'nin sırtında yani vatan davasına karşı yeni bir yakın buluş gerek. Ama ikisi birisinin karşı çıkması lazım. Muşu en yaman iyi çıkmış. Bir merkez, bir teşkilat, bir rehberler çıktı. Biz ördüm bir kanunluk şarkılarının davası kıldığın rehberlerle çıkıyor. Yeni bir ben Şarkı Türkistan'ınki kanunluk vekili rehberi halkaralık işlerde cevap kıldığını ben bulan şunun ile muşu en teknik mesele. Yani bunu biz bir yerde oturup biz hal kılamayız. Fakat tenkitleyemeyiz. Yani ona teklif bir işimiz mümkün. Lekin bizning qildig'imiz tanqid qilib yuzing uyalmangdi seninki. Aşağıda millet better orunluk bölüp yüzde sen bas buna senin yüzün uyalmangdi. Biz teklif bir iş bir şey koy. Yine koy. Deramen. Abdurrahimcan degan abi so'zlab ketdim. Men bugun bu suhbatga zot konkret nima qilamiz degan ustida to'xtab shuni javob berganda keldim. Men abay biriga fundini ashni o'ttirib qo'ydim maslahatga. Ikkinchisi men abay dedim, buningga bir tim pul ketmaydigan, hamma odam uyda turib qildigan. Shu uyda turib, o'sha Xitoylarning masalan chiqargan yiliqidak hayvonlarni qilinglar, hammanglar har davlatda Facebook'inglarga, to'g'rilarga shuni silinglar. Bu muşu özü Xitayga bir yılga 100 milyar ziyankeş yetkizileydi. Bunun bir tim pul ketmeydi. Aşkanda tamak edip duruyutmu delleleysizler. İkinci yani pul ketmeydiğen hiç kılmaydiğen iş Xitaylarının hemmisinin miliga bir kır karşı yapılanlar. Ma iştanını keysenler, tuğması kalsınlar, anı kalsınlar. Aşı her tılda deysenler, onu halk şenmişini kokuk kılmaydı. Sana bir adam mesela ayet bir butulka suda mikrop bakya dese, aşına yeni ıskılatın çıkalığını tutsan mı sen onu içmeyse? Şunun okşaş, muşu arqılıq, ben bugün konkret, Xitaylar bana bunun bir tim pul ketmeydi. Hiç teşkilat ketmeydi. Uyda oturup Xitayını veyran kılıp iteleysizler. Bütün Xitayını xisatını veyran kılıp iteleysizler. Muş işki işçiler. Muş işkista. Menen yanı bir teknik medlenge onu adı Türkiye nurg'unlar da'vatudu Uyg'ur ma'nisi qurish. Buni qurg'ini bo'ldiki Turkiyaga nurg'un odamlar qilyapti. Bizning masalan Amerikalarda nurg'un maktablar qurilyapti. Bularni qilg'ini bo'ldiki, bularni rivojlantirg'ini bo'ldiki. Men bulta Avstraliyaga borsam, Adelaide'ga borsam, Uyg'urlar maktabni quribdi, masjidni sotdi, hamma oila har oyda pul to'laydiganini asliga akapti. Xalqda pul bor, beraladigan. Masalan, Amerikaning eng mavi Uyg'ur Amerika Birleşmiş çıktı, bunun Kuzat reis oldu. Çıkan zaman Uygur cemiyeti pul beringlar desa bir 3 hafta qalmay $60,000 yığıldı. Bu da Türkiye pul gerekke, haqlar iqtisodga pul beringlar bir 2 hafta qarmay $40,000 yığıldı. Xalqda pul bor. Shu muvofiq chaqiriq qilsa chiqdi o nimada. Bularni masalan bularga pul ketmaydigan masalalar. Bunun için mesela nurg'un yoshlar bor, ularni yoshlar tashkil qilsa, hozir eng chong urush, 3-dünya urush, hozir dunyo boshlanib bo'ldi, Uyg'urlar bilmadi, u bir cyber urush, tor urushi. Tor orqali bir odam o'tirib butun bir Xitoyning iqtisodini, zavodini uchiraydi, aydirimdan ushmaydigan qilib yutlaydi. Mushuning men bugun kelganam shu konkret nima taklif beraman degan ustida to'xtadim. Mushu 4-5 meseleni hal qilsalar Uyg'urlar Xitoylarga nihoyat cho'ng zarba berib yetolmaydi. Endi avvalgi cyber urushiga uningga vaqt ketadigan 5-6 ay odam 3-4 masalan ashlar qilmansa uningga yordam texnik yordam berganim bo'ldi. 3-4 yosh bolalar aşı o'tirib kech-kunduz kompyuterning oldida 4-5 ay o'tirib aşı ichilgan nuqtani masalan palon shirkat kirman desa ashning nuqtasiga kech-kunduz kuzatib turish kerak. İçilgan zaman hücum kılıp kirgenler. Muşunda muşu mening bugün beraladigan konkret meseletim muşu. Xitoylar qanday zarba berish to'g'riliq. Masalan, abay degan Abdurrahimjon qurolliq urushini deb qoldi.
Mayli Qural qurishni qanday qiladi bu? Masalan, nurg'unlar bormish torlarda biz Qural elib so'qishayli degan masala. Shu masalani o'ylab ketdim. O'ylagan zaman men doim yinimda men dunyo xaritasini peqirt baqaman. Dunyodan peqirt baqsam masalanga u masalanga 1000 odamni deb baqqan. 1000 odamni Qurolli Xitoyga avitman deb baqqan. U 1000 odamni avitish uchun masalanga uni bir yerda bularni jig'isa, chiniq tursa bir boz bo'lish kerak. U bozni 1000 odam yeydigan tomoq bo'lish kerak. U odamning doktor bo'lish kerak. Ularga qurol yaroq avitish kerak. Masalan, ular jang mushtal boshlangan zamonda odamlar yordalindi, o'ldi, ular qilgan davolaydigan mushtaq orqasida bo'lish kerak. Masalan, bunda bir bozni men qarab baqsam Qozog'iston, Qirg'iziston qo'yg'ini bo'lamdi. U yerda mumkin emas, qurilmaydi. Agar qurilgan bo'lsa, O'zbekiston, Qozog'iston oshaqlarda nini harbiy ma'rifatiga yaxshi yetishib chiqqan Uyg'urlar bor. Ular qurati deyman. Pokistondan hisobdan chiqarib etamiz. Hindiston'ı hesaptan çıkarıp etimiz. Uygurlar şunda baz kursa birden bir aş Afgan'ın ilik gar yoludan tağının işitki taşlıklık yoludan aş Kaçkar taraf qarab minişte doğru geldik. Bu yol 100 kilometre kildiğe şunda yol. O Kaçkar'a bağan diken o Kaçkar'dan aç birinci ahal Uygurlar bayaga Aktuğ'a bağışı aralığı bir 50 kilometre yol var. Bu yolda saf Xitaylarına uçar elaylar hücum kıldığı yol ki bu. Ben muşlar hem de gay adamlarning alaydan bir sırlık hareketler nurg'un adamlar bizlar qilolmaymiz degan ishni qila oladi. Ne qilal shu alay qildi. Masalan Bill Gates'ni eng boshda Howard'ni qilib mush kompyuter qurmas anisi unumga oldi. Dunyodagi butun Microsoft'ning birinchi boy bo'lib ketdi. Endi nurg'un odamlar mushunda ishlarni qila oladi. Endi biz iliq oddiy fuqaro bo'lgandan keyin oddiy fuqaro shaqimiz gapimiz men malani mush peqirtib baqsam men hozir bu imkoniyatni 1000 odamni iqtisod tarbiyalab, qurol tarbiyalab, iliq Afg'onning uzun 100 kilometrdan kelgan iliq quruq tosh tog'dan o'tkazib, uning degan Aktuğ'u bir bunda qilgan imkoniyatni men hozir qurolli qo'zg'olon imkoniyatini men ko'rolmadim. Endi gaybir alaydan odamlar bo'ladi. Hech kim mavzudoni sen dehonni qo'zg'ab inqilob qilolmaysan degan o dehonni qo'zg'ab hokimiyatni oldi. Gay odamlar bor. Shuning uchun meni u yoqlarda masalan shu hozir masalan Suriyalar so'qishayotgan bir ashling Uyg'ur borki, ashlarning tashkilot emas tayyor qurolli kuch, lekin u imkoniyat, u iqtisod texi yo'q. Ben u yo'lni ko'rolmadim. Qurolli qo'zg'olon to'g'riliq yamanchi odamlar so'zlab ketdi. Xaritani shunda peqirtib ketdim. To'rt atrofiga. O yo'lni men ko'rolmadim. Endi gay odamlar alaydan talanti bor. Shuning uchun mening qilganim hozir deydim, aşağı bayqma 6 maslahatni berdim. Konkret qila oladigan. Men mush bugun suhbat qilish uchun cho'qim mush qiladigan ish konkret bo'lsin. Mush amaliga oshadigan ish bo'lsin. Bir tarixdan so'zlamayman. İkinci siyasetdan men mush konkret ishlarni nima qila olayotgan bo'ldi deb mush maslahatlarni men o'ylab, abah gaplarni o'ttirib qo'ygan yerim shu. To'g'ri, mashal men bir ishga qo'zg'aqlay. O sizningki hozirgi tayyorlab kelgan konkret mushlarni qilish kerak deb tayyorlab kelganingizdan hozirgi mediada haqiqatan qilyotdi. O sizningki balkim ko'rgansiz, ko'rmagansiz Uyg'urlar yosh bolalar deganning o'zi mushu milyonlab ko'radigan Twitter'larda Xitoyning aktivistlik klub rashvasini chiqib qilyotdi. Hayvonotlarni, Xitoyning hayvonotlarni qijnab o'ltirib qilgan ishi 2014-yildan boshlagan. 2016-yildan boshlab uni vaqtida email bilan, WhatsApp bilan taqilgan ishlar hozir umumlashib o dunyoviylashib ketdi hozir. Xitoyning hayvonni qijnab o'ltiradigan, mushu maynat bir narsalarni yeydigan mushu qiliqlari Xitoy o'zini taqdirdi. Biz yana mushundaq jasur millat deb turib, xom hayvonni yeb, ilon, choyonni yeyotgan narsalarni bu umumlashib ketdi hozir. Xitoy kendikilar Arablar Xitoyga isl deb hurmat qilayotgan Arab millatlar. Hozir Arablar qo'pmi, Arabning medialarimi şu Uyg'ur yosh bolalarning medialardan ko'chirib elib, Xitoyning o'zida qatgan medialardan ko'chirib elib tarqatib olgan Arab medialardan millionlab odam ko'rgan narsami Xitoylar taskin narsa yeydigan, xom yeydigan, ilon choyonni yeydigan, ishmish yeydigan millat deb umumiy shikayat bularning mehnati. Siz avot bergan narsa bu narsa tushadi. Yeni bir şeyleki cyber Rusya deganimiz endi uning o'zini o texniklik narsa endi Facebook o'ynayoligidek
Twitter oynayalım. Her bir Uygur kılalayga iş emas. Bunu elbette mesela o injenerlar inşallah. Bunu hemen gepin o'zi ilaqi to'g'ri ilaqi hayvonlarni qilish masalanga mayat bizningki yangidan chiqayotgan Amerika bir yosh cho'lpon payliq Tayir Imin deydigan. Men masalanga 3 yil burun Avstraliyadagi Mantumin a'la Washingtonda ziyollarga nima ish qilish kerak degan bir suhbat ochgan, men nima ish qilish kerak degan vaqtida mushu savolni o'ttirib qo'ygan. E'tibor berilmagan. Keyin mushu yaqinda Tayir aşı bir ishninki Xitoylarnikini qig'ini qilibdikan 1 millionga yaqin odam ergashdi. Shuni Uyg'urlarda qilyotdi degan bilan bu sistemlashmadi. Uyg'urlar buni hamma parcha bushlarni bir yetaklab bir yarim soatlik film qilib ishlab bu Uyg'urlar. Bu tayyor bunun ketmaydi Xitoylar o'zlari chiqargan narsa. Ishlab buni har xil tilda qiysa texmi zarba berdi. Arablar to'yib ketdi deb to'yqamay, arablar o'xshamay ular birdan ishini qildi, mushlarni yig'ib bir sistemla qilsa bu Xitoyga bo'lgan zarbasi nihoyat kuch bo'ldi. Saybo urushiga haqiqatan texnik etib uning 5-6 ta ilaqi kompüter bilgan yaşlar yamancık o. 3 yaşlar mendumda şunaşka bir hiç bulmaganda 2 yaşını Uygurlar 2 yaşını terbiyelep şunun maaş birelsi oldu. Onunla mında oturup koyup sana okşaş, mında bizge okşaş birden oturtur sahabay bir halacayı kırıp çıkaydıp çıkarsan şu arlıkta ala o torunu içip kılış mümkün. 24 saat kültürse onu. O diyen gayvakta içiş bir 2 minut 3 minut o kadar şu arlıkta uruvitse onu kırıp gitse. Şunun da bir 2 adamlarını kılalamdı. Bütün muşunun bile bir 3 adam Xitayning bütün milyar yanlığı bütün Xitayni beyran qilib aytaydi. Mush 2 adam. Amerikani Rossiya bütün terib beyran qilyapti oldingi saylamda. Onu qilgan adam bütün Rossiya desa bütün Rossiyaningki ishbin mesela shuni ichida 1-2 adam. Aqchan Moskvada emas, o Afrikaning bir yerga askuyda o'tirib qildi. Shunda qilib aytaydi. Men mush to'g'riliq rasmiy bir leksiya beray, qanday qilgan to'g'riliq, mush to'g'riliq. Mush to'g'riliq buni qilgani bo'ladi. Buni qilishga masalan Turkiyada bir 2 balın desa, bütün mushunda bir fond olsa, bunda o'ylab baqsang, yiliga $60,000 pul chiqara olsa, Uyg'urlar mush ishni qila oladi. Bu bir ameliy qilgani bo'ldi. Mush bugun kelishdan burun men ana degan men mishada bir nimani yana deb o'tib ketay. Abdurrahimjon bir men so'zlab ketdi. Hozirgi dunyo vaziyatida mayli Uyg'urlar mush dunyoda hozir mush Sharqiy Turkiston mustaqil davlat biz tajovuzchi qarshi zulmga emas degan ideyani mush Voy, ne bo'lib ketdi? Mushu basqıçta tishlayamasa, bundan keyin tishlanmaydi. Mushu basqıç Uyg'urlar nayda keldi. Masalan, Amerikada Salih Xudoyorni masalan hozir xeyli qo'llaydigan generallar bor. Kendi maslahat bunun xeyli odamlar bor. Seyit Tumturukni umri Amerika kirgizmaydigan odamlar bor. Seyit Tumturuk bilan Amerikaning konsullari kurashdi. Mushu jarayonda masalan Uyg'urlar mustaqil ideologiyani Mesela öz taqdirini özü belglash avtonomiya asosiy jihatdan bu yo'l hozir qarasang to'solg'usiz yo'l. Mustaqil yo'l degan nihoyat bir xuddi qarasang oyog'i chiqmaydigan yo'l. Lekin uning bir nishon bor. Ya mag'lub bo'lamiz, ya g'alaba qozonamiz, u yer bir nishon bor. Men avtonomiya öz taqdirini o'z bashi bu yo'lda qara, bu yo'l darrol bizni cho'ng yig'inlarga so'z qiladigan va siyosatchilar bilan rasm tushirgan imkoniyatlarni yaratadi. Dünyadaki nurg'un kanallarını içip Uyghur ahvalını tanıştıra alaysa, BDT ve Avrupa'daki Uyg'urlar için ma'lum qarorlarni chiqarishga cho'ng rol o'ynay oladi. Bu yol orqali dunyodagi har qanday organlar bir qatim ya biz uchun bayonot e'lon qila oladi. Masalan, lekin bu yo'lda 2 xatolik bor. Bu yolda Xitoyning bir a'zosi bo'lishdan boshqa narsa Xitoyning bir a'zosi bo'lishdan boshqa narsani yiqilgan bu yo'lga 2 xatolik. Birisi biz o'zimiz Sharqiy Turkiston Xitoyning bir qismi deganni e'tirof qilib tashlaymiz. O'z taqdirini va avtonomiya e'tirof qilib tashlaymiz. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini xalqaro qonun oldida bekor qilib tashlaymiz.
ve keyingi avlodlarning mustaqil yo'lni ma'nidigan yo'lni to'sab tashlab etamiz. Bu o'z taqdiri bilan bu avtonomiya bu yo'l uchun. Ikkinchi xalqaro dunyo xalqlarini Sharq Turkiston bir mustaqil davlat bu yerni Xitoylar besib oldi deb tarbiyalanmaymiz. Ularni faqat shu Xitoy ichidagi bir yetakchiga mundaqillik huquqi azaplangan xalqqa deymiz. Biz shuning uchun mushu paytda yana qildigan bir ishimiz mushu dunyoning u dunyodagi Uyg'urlar bunda o'z taqdirini o'zi belgash avtonomiya degan ideyani keskin rad qilgan vaqtimiz. Agar bu ishni rad qilmay qolsak, o'zimiz mustaqil ideologiyasi shakllanishiga yo'lni to'sab qo'yamiz. Shakllanmaydi bizda. Şu üç hatalıqni biz tuzatmasak, mushu paytda Uyg'urlarning hozir qila oladigan ishi butun yer mushu ish tarafini qila olmasak, biz aman vayron bo'lib ketamiz. Aman vayron bo'lib ketamiz buningda. Barliq qilgan ishimiz eng oxiri, ya'ni bekorliqqa kichik vaqtimizda bir tepishmoq bo'ldigan, kechki qarsam bir sandiq o'q atdini qarsam hech nima yo'q deydigan. Shuning o'xshash eng oxiri mushuni bir xil yo'q deb qaramiz. Men doim dunyo Uyg'ur ko'rtini aqchaman qattiq tanqidlab kelyapman bu to'g'riliq. Chunki bular bu ish xatolikni tang o'tkazyapti. Shuning uchun bu mustaqil ideologiyasini mushtaq vaqtida bizning shu siyosiy sahnalarda olgan cho'ng tashkilotlar bor. Mesela G'arb davlatda siyosiy sahnat ilayotgan masalan Dunyo Uyg'ur qurultayi bor, Amerika Uyg'ur birlashmasi bor, Kanadada bir necha tashkilotlar bor. Masalan men ingliz dunyosini deyapman, Ama ingliz til dunyosida hamda qolgan so'zlar bu dunyodagi bir yer tashkilotlarda har qanday so'zlaganda bizning talpimiz mustaqil. Bu Xitoylar tajovuzchi deganni aniq deyish mushini Uyg'urlar majbursiz. Buni qila olmaymiz. Buni qilishimiz kerak. Bu yo'l jafoliq yo'l. Bu yo'lda mag'lub bo'lib ketishimiz mumkin, lekin buningda bir nishon bor. Qolgan yo'lda nishon yo'q. Buni qila olmaymiz. Hozir qila oladigan ishning biri. Mushuni qila olmaymiz. Endi Mavlonqasining deganlarini ko'pincha hozir shu shaxslar ko'pincha shu o'z oldiga bir ish qilsa degandek ma'no chiqadi. Masalan, cyber attack bo'lsin yoki raqamdek nimalarda Facebooklarda boshqa narsalarda Xitoyning razilligini tashviq qilish bo'lsin. Bunday narsalar shu ko'pincha raqamli shaxsiylar buni tashkillaydigan masalan sen degandek $60,000 chiqarib ishga odamni tarbiyalaydigan hozir bir tashkilotdan oldiga berib qildisang, endi sen degan tatmisnasimi millionlab pul chiqadigan tashkilotlarni qilmaydi buni. Chunki qilmaydi deganing to'g'ri. Masalanga shunga men masalanga Xitoylar deydigan buni shaxsiylar xalq ko'rishsan, shaxsiy deysa, buni xalq qo'zg'olonga ayirib yetalsan bo'ladi-da. Shu xalq harakatiga aylantirib yetalsan, buni xili cho'ngdirdi. Masalanga ashilar cyber urushni Dunyo Uyg'ur qurultayi qaysi bo'ladi? Ular puljiq. Ular her yıl $1,5 milyon naqd pul kirdi. Uningdan xalqdan chiqqan pul $100,000 ga o'zlari e'lon qilishchi. Ular puljiq, ular $1,000 milyon chiqara oladi. Bir ish kuchi odam tarbiyalab, mushuni Dunyo Uyg'ur qilib bo'ladi bular. Shuni qilishga qilinglar deb majburisi bo'ldi Uyg'urlar. Sen pulni berdik shunchalar oldin buni yeb yotadigan ish yo'q. Buni qil deb majburisi bo'ldi buni. Dunyo Uyg'ur qildi. Ya bunu inqilab degan bo'ldi buni qiysa. Agar Dunyo Uyg'ur qurultayiga men boshqa huquq qilsam, qurultaydan boshqara olsam, enayda menga bitim bermisin mayli. Ya inqilab qilmayman. Men ashunda aşağıdaki uyagi namoyish, bu yagi namoyish deb adamni yig'ib bir qaysotgan pulni yig'ib, men adamni yiqildiraymi men? Kichkadan men o'zim ben inqilobchi. Bu ishni inqilobchi qildi. Eliq vaqtida Cenevada qildimi? Eliq bir 1600 odamlar shanba kuni bir cho'ng namoyish qildi Dunyo yetakchilikda. Shu vaqtida Farhod Yo'rinqashning e'lon qilishicha 1500 dan 2000 odam qatnashdi deydi. Men buning kredit bermayman. Men sanab baqqan 2000 odamda ishib ketamdikim deyman. Shu berish Amerikadan nurg'un odam bodi ashak berib kelishga bir hafta vaqt ketdi. Shu namoyishga ketgan bir odam $2000 dan hajladi deysangmi $4 million ketdi degan. Pul ashak bana. Pul bor. Ashuna $2000 ham shanba kuni namoyish qildi. Yo'qdan yaxshi, lekin bir shanba kuni namoyish qildi deb emas dedi $2000 ashuna qildi desang, 2000 odam ketdi desang, masalan Amerikadagilar nurg'unlar bodi bular
Nurg'ullar manga o'xshash idoradagi bir muntizam shirkat ishlaydiganlar emas, o'z oldi qildiganlar. Bular bir yakasi bir kun ishlamas, bir kun pul yo'q. Bular ashak bordi, bilet oldi, bir hafta turdi, yedi, uningdan boshqa mayat bir hafta topadigan puli yo'q bo'ldi. Bu Amerikadagilar oldi degan bir $4,000 pul chiqim bo'lib ashak berib keldi. Shundaqda masalan Avstraliyada 50-60 odam beribdi. Shuncha pul ketdi. Shu pulga men bunda hisob qildim, shu haqlarning ketgan chiqimi $2 million pulga. Pul yo'qmi Uyg'urlarda $4 million chiqibdi. Ash pulni mushtay hajat chiqdi. Shuni ishonch qildigan birim yo'qda. Eng oxiri. Men o'zimning kichkina ko'z qarashi oldin qatim degandikan, mustaqil bo'lgandikan bugun nimada ketib men Gollandiyadagi Baxtiyor Niyoz qilgan to'rga men kichkam so'p qo'ysam, nurg'ullar dunyo Uyg'urni tanqidlab qo'ysam, men haqlardan nima gap chiqadi deb qilsam, nurg'un savollarni qo'yibdi-ki, men shu fursatdan qaytib 3 savol bopdi. Menga bir 5 minut beringlar, shu savolga men o'zimdan javobini berdi, ya. Bo'ldi. Dünya Uyghur günü daim tanqidlasam, bularning deydigan birinchi masalasi, bularning bizga qo'ydigan savoli. Kim mustaqillikni xohlamaydi? Bu bir suni litib biliq tutish intilgan savol bu. Bu savol. Bu yergi masala kim masalasi emas. Qandaq ideologiya masalasi. Seni mustaqil xohlash yoki xohlamaslikning ahamiyati yo'q. Sening qo'llanayotgan yo'ling mustaqillikka yetaklamdi yoki mustaqillikni vayron qilamdi degan masala deydi. Bu sening kim masalasi emas. Uyg'urlarning taqdiri sening niyating orqali belgilanmaydi. Sening qilayotgan ishingning natijasi orqali belgilanadi. O'jiniyas Xitoy hukumatlari bilan birlashma hokimiyat qurganda yaxshi maslanga g'oyat akilman deb niyat qilgan bo'lishi mumkin. Xalqlarga yaxshi niyat qilman degan, lekin u qilgan ishning natijasida birinchi jumhuriyat vayron bo'ldi. Ahmadjon Qosim 11 bitimga qo'l qo'yib yezib chiqqan vaqtida mush orqali xalqimga erkinlik, bir barobar turmush kechirman deb yaxshi niyat qilganga men gumonlanmayman. Ben gumonlayman. Lekin uning qilgan ishning natijasi ikkinchi jumhuriyat vayron qilindi. Masalan, shuning uchun kim mustaqillikni xohlamaydi degan savol bir shaxsning niyatini ko'tarib chiqib, o'z taqdirini o'zi belgilash degan Sharqiy Turkiston mustaqillikni vayron qilgan ideologiyani niqoblashga intilgan tirishchilik. Bu bir intiladi. Felsefe tilda etsaq holat bilan mohiyatni yo'shirganlik. Felsefe tilda ideologiya tarafdan aytganda dunyo Uyg'urlarning mustaqillikni rad qiladi. Bu ideologiya deydi. Chunki bular ustaqdan mustaqillikni rad qiladi. Mustaqil ideologiyani dunyo siyosiy shaklda shakllanishning asosiy rol o'ynamaydi, asosiy rolni vayron qilib tashlaydi. Shu birinchi kim mustaqillik xohlamaydi degan savolga javob berib o'tib ketay. Ikkinchisi qo'ygan savol. Agar sen o'zing mustaqil deydigan deganlar bilan birlashib bir ish qilmamsan, kim sening oldingni to'g'rilabdi? Bular shu to'g'rida qo'ygan savollarda. Bu savol Xitoylarning 36 yilidagi limni o'g'irlab, turkni almashtirish degan yilani ishlatib Şukluk ve muthamlik bilen xalqni qoymoqtirib o'ziga xotirjamlik yaratmoqchi. Bu savolda ikki xatolik bor. Birinchi, Dunyo Uyg'ur qurultayining albatta pullari, ilayotgan pullari va dunyoda tanilgan Uyg'ur tashkiloti bo'lishi, Rabia Qodirning xonimning tirishchiligi, 30 yil Uyg'urlarning kurashchanligi va Sharqiy Turkistondagi millionlagan qiz o'g'illarning yiqilgan qonlari dasmiy bo'lib kelgan natija ilayotgan pullari dunyo Uyg'ur qurultayi. Shuning uchun Sharqiy Turkiston xalqining so'raydigan haqqi va majburiyati bor bulardan. Agar pulni ilibla mustaqil ideologiyasini zulmga qarshi ideologiyaga almashtirib Sharqiy Turkiston xalqini Xitoyning qo'yniga mangu yashashga kapolat yaratman desang, xalqning sendan g'azablanadigan va so'roqqa tortadigan majburiyati bor, haqqi bor. Ikkinchi, dunyo Uyg'ur qurultayi agar hozir biz mustaqil uchun da'vo qilolmaymiz,
zulümge karşı dava kılalayımız. Bu yıl arkalık nurgun çoğun sorunlarda halkının avazını anlatalayımız deyse bu orunluk bayanı. O vaxtda iki yüzlük siyasetini kullanması gerek. Müstakilçiler özünün işini kılıversin. Kişilik hukukçularımı özünün işini kılıversin. Degen bu felsefe Uygurların uğrukını kurutup taşlaydı. Biz isimizden ketmesin. Nurgun vakitlarda tarih bizning nima qilganligimiz emas, bizning nima qilmaganligimiz orqali bizning taqdirimizni yozadi. Uyg'urlar Sharq arada Dünya Uyghur Qurultayı milyonlagan qurban Uyghur xalqi Dünya Uyg'urda milyonlagan qurban bilan shu siyosiy sahna va yuqori maoshni olgan bo'ldi. Sharq Turkiston mustaqil ovozi dunyoga tartishga bergan pul u. Uning zulmga qarshi harakatga burmilashga yoki sit qajlashga bergan pul emas uni. Xalqi shu xalqning badani shuning to'kilgan. Bularning bunda savol so'raydigan haqqi yo'q. Faqat Uyg'urlarning birligini parchalab va mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga burmilab ketib borgan xatolig'iga javob beradigan majburiyati bor. Faqat shu haqqi bor. Üçüncü sorgan suali torbatda oldinda jafolik bilan ish qilayotgan odamlarni nima uchun tanqidlaysan? Bu Xitoyning ko'ziga mix bo'lib qotilayotgan odamni nimishqa tanqidlaysan? Ularni ish qilg'ini qo'ysang bo'lmamdi? Bu savolning ajallik yeri vatanni kim sotalaydi degan masalaga tushunmaganlik. Menga o'xshash oddiy fuqaro dunyo siyosiy sahnida vatanni sotamayman. En köp bolganda Şarkı Türkistan mustaqilligiga qarshi chiqib bir xoin bo'lalayman. Şarkı Türkistan mustaqil harakatni ilgirlishiga dunyo siyosiy sahnida hech qanday cho'ng ta'sirim bo'lmaydi. Xalqimni xoinni tez taniydi va nafratlanadi. Lekin dunyo siyosiy sahnida o'rin olgan cho'ng tashkilotlarning vakillari yoki yetakchilari mustaqil harakatni zulmga qarshi harakatga burlash orqali vatanni sitibitalaydi. Biz sotamaymiz. Nimani sotmaysa, eng cho'ng bo'lsak shu qarshi bir xoin bo'lmas. O'jiniyat bir kishi birinchi jumriyatni sitib etgan. Bir kishi sitib etdi. Shunchalar to'g'ri ash oldiga chiqqan. Lekin o'jiniyat şiddetli buran çapullar bilan kurash qilgan odam, u ish qilmagan odam emas. Qumliqlarda Xitoylar bilan yillar qorliq tog'larga yomishib, tog'larda gilamlanib qo'yib otlarni o'tkazib jirib shunda jang qilgan odam. Eng oxir setib etdi. Shuning uchun sening ish qilayotganing u hech qachon seninki u sanbayga bir kredit emas, bir diplom emas. Senin qilayotgan ishingning natijasiga qarab Uyg'urlar yana baho berdi. Sen setib ish qilayotgansan yoki Uyg'urlarning mustaqilligini oldiga ilgari surib qilayotgansan deydi. 11 yilmi ikkinchi jumriyat setib etdi. Bu buning qo'ygan odam faqat 4 kishi. Jumriyatning raisimi qo'ymagan. İlhan Türk'ü qo'ymagan. 4 kishi qo'yibdi. 4 kishi setib etdi buni. Şunun o'xshash bular bir ish qilyapti. Shuning uchun bularga dagma degan bu nihoyatda to'g'ri savol emas. Chunki bular nima ish qilyapti? Bizningki manfaatimiz ish qilyapti yo manfaatimiz qarshi qilyapti? Bu to'g'riliq biz savol so'raymiz, buni javob beramiz. Chunki men shu to'g'riga qo'ysam, to'g'rida mushu to'g'riliq bir nechta savol qo'yibdi ekan, shuni mushuni qilib javob berib baxmangsizlar deb, men mush fursatdan foydalanib, mishadma o'zimdan javobini beryaptim. Tuydam sen gap qila. Bo'ldi, rahmat. Sen haqiqatan hozir mushu tanqidchilar, ya'ni mushu rost gap qilganlarni tanqidlaydiganlarning bir necha muhim savollarga javob berding. Ularning izchil deydigan gapi mushular. Ularning gapidan shunday bir purash chiqdiki, hozir sen ish qilmading, birisi ish qilyapti. Ish qilayotganini maqtab bersan olmamdi, nima ishlaysan dedi. Yaqinda birisi birimini ovozda birimini taqdiyotidu mushu nimada. WhatsApp'larda. Bu mustaqillikqa yetish uchun hammamiz ittifoqlashishimiz kerak. Hozir ish qilayotganlarni qahramon qilib qabul qilishimiz kerak.
qahramon deb qabul qilishimiz kerak deydi. Endi hozir bizning Chechengo altimizda bizga vakillik qilib o'tirdi xalqaro sahnada yurganlar, masalan, xalqning asli sadosini yetkazmayotdi. Shu cho'ng so'rovlarga kirib, xalqning qulog'iga yoqmaydigan gaplarni qilyotdi. Bushta holatda xalqimiz norozi bo'lsa-mu, sen nimishqa norozi bo'lasan? U ish qilyotdi-ku. Ish qilayotgan odamni sen nimishqa qahramon qilib tasvirlab uni maqtamay, uni tillaysan dedi. Abay Mavlankam degandek, ularga kelgan pul osmondan tushib qolgan pul emas. Mushu Durkniki tarixida mushu Rabiya Qodir xonim liderlik qilib 10 yil bütün dünyadaki çoğun mushu davlatlarniki qo'llashini, qo'lga keltirishi, Uyg'urni to'nitishi natijasida, masalan, Indiylarmi pul beradigan bo'lgan va xalqimizmi mushta bir tashkilot bo'lmasa bo'lmaydi, bizga markaz bo'lmasa bo'lmaydi deb pul yig'ib bergan ahvollar tashkillangan. Ular hamda o Rabiya xonimni putlab yiqitgandan keyin uningga varis bo'ldi. Hamda boshqa tashkillanguchilarga haqiqiy bir odamni qoyil qiladigan shaklda bir tashkillangan. Mustaqillikda hamda xalq qopib bu sana berilayotgani xalqqa berilgan pul, ya'ni Uyg'urlarga berilgan pul. O bizning pulimiz, ya'ni ko'pchilikning puli. Unda o'g'ini kelsak, xalqning pulini xashlab ish qilayotgandan keyin adil ish qilishing kerak, xalqni qoyil qilishing kerak desa, sen meni tanqidlading, sen ayiblading, sen meni qahramon Botir deb maqtamading deydi. Bunga Mavlankam nihoyatda chiroyli javob berdi. Abdurimjonmi shundaroq hissiyotda mencha. Ular bek yaxshi. Nihoyatda qanoatlanarlik, siyosilik yuqori, mantiqlik, falsafiy nuqtadan chiqib turib yaxshi javob beribsiz. Haqiqatan Uyg'urlar shunday o'ylashi kerak. Har bir Uyg'ur shu bo'libmi 2016-yildan buyon chet eldagi har bir Uyg'ur hozir jazoga uchirdi. Vatanda ota-onasi, urug' tuqqanlari, bolalari jazo lagerda jazolanyapti. Shuning bilan har bir Uyg'ur bu jazoga chetildi. Bu javobni qiladigan, Xitoyga qarshi turadigan chet eldagi tashkilotlardan hisob so'raydigan, o'zining orzu muddaolarini o'tirib qo'yadigan shunday bir keng ko'lamli bir eqimga har bir Uyg'ur safarbarlik qilib qatnashadigan payt keldi. 3 yilni yog'i shu bosqichda yashayapti. Mavlankam intayin yaxshi buni qanoatlanarlik javob beribdi. Asli har Uyg'urda shunday tushuncha bo'lishi kerak. Men qurban beryapman, mening ota-onam, urug' tuqqanlarim, ayolim 10 yil, 20 yil kesilib Xitoyning jazo lagerida. Men ham bedel to'laydigan bu Xitoyga qarshi, ya'ni o'z ota-onamni quldirish uchun bedel to'laydigan majburiyatim bor ham chet eldagi bu da'vogar tashkilotlardan hisob so'raydigan haqqim bor deydigan bir topilishga kelish kerak. Darvaqa men o jiq anglaymanchu shu uzun yilning yog'i tanqidlab kelayotgan bo'lg'achqa buni xato qildim, buni yoqtirmadim deb tanqidlayotgan bo'lg'achqa eng anglaydigan raddiya dakidashdan bu. Sen nima qilganding deb lan shundaydi. Ish qilayotganlarni oldin to'ssa deydi. Buni tushuntirib bo'lgandan keyin hech birisi chiqqan. Shunday raddiya qilib, odamga nihoyatda ruhiy zarba bo'ladi. Mavlankam bunga undan javob beribdi. Uzun yilning yog'i boshqa ishlar bilan shug'ullanayotgan odamki, keyingi vaqtlarda bir undan o'zicha bu ishlarga qiziqib qatnash jarayonida Uyg'urlarningki chet eldagi umumiy xalqimizningki injosining qanchalik ekanligini, tashkilotlarningki injosining qanchalik ekanligini, qilayotgan ishning nima ekanligini nihoyat yaxshi tushunib yetibdi. Bunga Alloh rahmat etamiz. Yana g'ayrat davomli izlanishini men tashabbus qilaman. To'g'ri. Endi bugun asli temaning beshidimi dedik, bu nihoyatda bir cho'ng tema. Hozir xalqimiz beshini og'riyotgan, bir naq bir javob topolmayotgan bir tema. Qarindoshlarim, bugun herhalde ishqinglarniki nima demoqchiga bo'lganliklarini bir aqor anglagan bo'ldik.
hem bu tükemaydigan bir tema. Yani daim izlanishga tegishlik hem bir cevap tapqıça, hemimiz razı bolğadak bir cevap tapqıça izlanadigan bir mesele qarindoshlarım. Bugün 2 saat bo'libdi. Bu haqda bir ko'z qarashimizni o'tirib qo'ygan bo'ldik. Barliqda Abdurimjon qarindoshimizdan kompyuter chataq chiqib sal express bo'lib qoldi, kechirsizlar. Bu haqda bizning suhbatimiz bundan to'xtab qolmaydi. Bundan keyin shu qarindoshlarimiz bilan yana yangi xayolga kelgan o'ylaganlari, yangi taklif fikrlari bu haqlarda bize fikir teklifler yığılıp qolganda yana ekranını açıp bu vaqtda yana paranglashimiz. Bugün 2 saatlik vaqtinglarni ajratganinglar uchun ko'p rahmat qarindoshlarim. Hammalarni Alloh Xitoy virusidan qo'g'disin. Salomat bo'linglar. Yana bir ko'rishguncha amon bo'linglar. Va alaykum assalom. Xayrimiz Allohga emanet. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yan turib, kaldı ketken yolunga, ata-anang telmürib, gözleriga yaş ile, süygünün tenha kaldı, kollarını şinletip, oğul kızın mı kaldı? Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in bu yo'llar uzun yo'llar bu yo'lda o'lim to'la atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar Şirin uykular ushbu yollar qo'ynida ketdi jumulup ko'zlar olamdan bo'ldi juda shum ajal ilib ketdi dillarni vayron etdi kuyimchan ham qadirdan azizlar o'lib ketdi Ah cafakeş musafir birini işki edelmey Ne düşürdün tentirek Tehi uyge yetelmey Dua kılıp soraylı Allah'ın amanlıkını Yol düşürgen musafir Görmeson yamanlıkını Xudayimga amanet deb qadamni boshlag'in oldindagi sirba yo'lga nazar tashlag'in bu yo'llar uzun yo'llar bu yo'lda o'lim to'la atam qachon kelurda kutar sabiy bolalar Namım ulug' hey Allah Dua qilib so'rayman Yo'ldagi musofirlar amonlig'ini tilayman Amin